hamma narsa standartda, hamma narsa bir xil. Sezmayapsiz, boshqa shaharda boshqa odam uyga kirib ketayotganingizda. Film tugagandan keyin menda Formula 1 ga qiziqish uyg'ondi-da. Kinoni ko'rishni boshlaganmanda, aka og'zim ochilib qolib 3 soat mashinada o'tirib ko'rganman-da. Mana zo'r kino, mana chotki kino. Texlofozni olib pashchaga pist qilib sepadi. O'sha yerda rapidda pashcha haligi texlof. Lekin Sarvar aka nimagadir shu o'tgan safar ham pashcha to'g'risida gapirdingiz-da. Hindistonlik pashchasi. O'zi gapirib berayotganda pashcha haqida o'tkir gapirib. Gollivud kinosida mana Superman osmonga uchib ketib ko'zidan lazer chiqarganini biz qabul qilamiz-ku. Nega biror bir hind qahramoni uchayotgan vertolyotda qo'li bilan urib sindirib tashlashini qabul qilmasligimiz kerak. Mer o'zi chiqib o'ynabdi-da rol. Ovozing uchun rahmat dedi-da. Dolindan. Yangi kinolar уже yoqmayapti, faqat eskilarni qaytib ko'ryapman. Qanaqadir vaqt bo'lmadi. Qarilik belgilar. Yengil. Men ham bu yil ko'proq eski kinolar ko'rdim. Hitchcockni ko'rdim, keyin Шестое чувство'ni ko'rdim. Bruce Willis'nikini. Zo'r kino, Vashshe zo'r kino ekan. Shyamalanning kinosi. Bilmasmidingiz qilib oxirini? Yo'q, bilmasdim. Unda zo'r. Vashshe. Agar oxirida bilsangiz, ana oladigan hissiyotingizni ola olmaysiz-da kinoda. Agar bilmasdan ko'rgan bo'lsangiz zo'r. U unaqa xayollar orasida kelib qoldi, что типа endi чисто filosofik jihatdan balki o'ziga yordam berayotgandir degan narsalar xayolga keldi-yu. Lekin u plot twist realniy dahshatda unda ham. Eng qizig'i birinchi qilganda u ishni. 96-yillik kinosi. 96. Siz zo'r pul ishlagan shu kino, o'sha paytda 395 millionmi qanchadir ishlaganda Amerikan o'zida. Odamlar 2 marta tushgan ekanda. Shuni oxirida ko'rib, qanaqa qilib bo'lishi mumkin emas-ku. Yo'q, bor edi-ku sahnalari deb turib bitta tushib ko'rsa, rosa hammasi to'g'ri kelganda. Keyin restoranda xotin bilan ko'rishadigan joylari bor-ku, mana shunaqalari zo'r aldaganda. ham ujastik sanaladi-ku. Hozirgi nima bilan ko'rsangiz ujastik emas, lekin u muzika, stsena o'zi sizni qo'rqitib yoradi-da. То есть atmosferasi. Kartina qo'rqinchli bo'lmasligi mumkin. Monsterlar, skrimerlar yo'q, no? Atmosferasi. Bu deb o'tirasiz-da. Qanaqa ko'rdingizmi Hechnikka? Mana shuni ko'rgim keldi ekan o'sha. Dabichani ko'rganmisiz? Yo'q. 2 yil oldin Dabichi degan, 2 yil emas, 4 yil oldin Dabichi degan film qoladi shu rejissor. Bo'ldi? Shuni ko'ring-da. Bu yil ham chiqdi shekilli-ku, tabichada. Bu yil ikkita chiqdi. Hechnik multiga chiqdi, ubitsa. Hechnik ana Badland o'sha chiqdi. Boshlayveramiz. Boshlayvering. Ilohim. Fayzimiz boshqana, aka, omin qiling. Tinchlik hozirjani salomatlik fayz bo'lsin. Yaxshi kino vaqti. Yaxshi kino. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu Gazeta.uz. Biz kino tavsiya ruknida yil yakunlari bo'yicha podkast yozmoqchimiz bugun va studiyamizda kino rejissyor Sarvar Karimov, bizda doimiy kino bo'yicha ekspertimiz va Gazeta.uz direktori Davlat Umarov, Gazeta.uz o'zbek tahririyati bosh muharriri Muhrim A'zamxo'jayev va men Bahodir Abdullayev bo'lamiz bugun. Akalar, xush kelibsizlar studiyamizga. Xushvaqt bo'ling. Qalaysiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Zo'r, xudoga Yangi shukr. kayfiyat sezilyaptimi? Endi sekin boshlanyapti. Bitta narsa-da, bizani paytimizda yangi yil kayfiyati shu ana Coca-Cola reklamasi bilan boshlangan. Праздник нам приходит. Shu qizil mashinachilar sezilishi boshlaydi. O'zi bunda yangi yilni bir qanaqadir tashqi ko'rinishi deymizmi, yangi yil ruhiyatinimi shakllanishida baribir kinoning o'rni juda ham katta-da. Chunki shu qanaqadir kinolarda, boshqalarda baribir ko'rib o'rgangan narsalarimiz bor-da, ko'p narsalar. Endi o'zi umumiy yangi yil qanaqa o'tishi qaralsa, endi ovqat qismidan tashqariga hamma baribir qanaqadir dam oladi, o'sha bo'sh vaqtida kino ko'radi yoki kitob o'qiydi, shunaqa. Endi tabrik bor, boshqa endi kichkina mini anaqalar-ku. Men aytmoqchi bo'layotganim, muhit baribir kino bilan juda bog'lanib ketganda, iloji yo'q, chunki baribir bo'sh vaqtdagi asosiy qilinadigan ishlardan biri. Eng ko'p kino ko'riladigan vaqt ham bo'lsa kerak balki yildagi. Chunki qish bo'ladi, hamma uyda o'tiradi, ko'chaga chiqish kamayadi, odamlar voqliroq kiradi va ko'proq shu televizor ko'radi, kino ko'radi, serial ko'radi. Keyin nima? Mana YouTube yuritadigan odamlar biladi. O'sha prosmotrlar soni bor-ku, yangi yil arafasida dekabr oyida, yanvar oyida bir necha baravarga ko'payadi.
masalan yozda umumiy hisobda 1 millionta prosmotringiz bo'ladigan bo'lsa shu dekabr yanvarda 3-4 millionga chiqib ketadi. Ramazon shu uchun qilyapmiz. Hamma video o'tiradi. Ha, podkast shuning uchun qilyapmiz. O'zi hali yangi yil deganda qanaqa kinolar ko'rasizlar? Kelinglar mana yangi yil filmlari haqida ham ikki og'iz gaplashsak. Bizning paytimizda ko'proq sovet, eski sovet filmlar hozir bo'lardi. yoshimizda qanaqa farq bor? Misol uchun men 99-yil, Muhrim aka 89-yil, 10 yilcha farq bor. 86 man. 86. 94. Sizda 90. Ha, juda anaqa bo'lgan ekan. Ha, ha. 10 yil ekanda. Shunaqaroq. 5 yil o'xshash anaqaga o'xshaydi. Hamma ko'rgan filmlarimiz o'xshash bo'lsa kerak. Ha. O'zi lekin hozir boya podkastdan oldin ozgina gap bo'ldi-ku, masalan, boyagi o'sha yangi yilda doim ko'riladigan sovet filmlari va boshqa kinolar endi global darajada qaralsa, Harry Potter shunaqa bir maxsus nimalar bor. Uyda yolg'izlar bor. Ular endi qanaqadir to'rttamizni oramizda juda katta farq bo'lmasa kerak. Chunki baribir ham men 16-yildan oldin o'sha bolalik davrimni tugashi, boshqa narsa to'g'ri kelgan va televizor oldida o'tkazadigan vaqtim eng ko'p o'tkazadigan vaqtim o'shanga to'g'ri kelgani uchun 16-yil bilan 91-yil orasida juda katta farq bo'lmasa kerak rostdan ham. Shuning uchun qanaqadir bir hammamiz ko'radigan va ko'rib katta bo'lgan yangi yil muhitini beradigan kinolarni mavzusida farqi yo'q uncha deb o'ylayman. Ya'ni ishdagi ishq siz ham ko'rgansiz, albatta. Xohlasangiz, xohlamasangiz. Ishdagi ishq. Hop, men 91-yildan boshlaydigan bo'lsak, misol uchun ishdagi ishq Ivan Vasilievich o'z kasbini o'zgartiradi. Keyin Taqdir hazili. Bu endi sovet klassik yengil filmi. O'zi yengil deb bo'ladi-ku voqea. Operatsiya ekan. Va i operatsiyasi Shurikning sarguzashtlari. Shurikning sarguzashtlari. Ha, shu endi keyinchalik menimcha anaqa qo'shilgan buni yoniga Uyda yolg'iz Adin Doma qo'shilgan 90-yillarda. Endi u 90-yillar menimcha eng klassik yengil film bo'lsa kerak. Butun dunyo bo'yicha, nafaqat O'zbekistonda. Har yil ko'radi, hamma yaxshi ko'radi. Menimcha hozirgi avlodga ham yoqsa kerak bular. Yoki hozirgi zumberlar yoki yangi avlod uchun emasmi-ku ular? Endi yangi avlod bilmayman, o'zidan so'rash kerak-ku, lekin mavzu jihatdan u juda ham yaxshi film-da. Chunki biz bolaligimizda baribir hammamiz shu tezroq katta bo'lishni xohlaymiz. Ruschasiga samostoятельный deydi-ku, ya'ni o'zimiz eplashni xohlaymiz-da. Qaysidir ma'noda ota-onamizni tushunmaslik hissi baribir hammada bor. Ming oilangiz yaxshi, zo'r bo'lsa ham o'zingizcha ota-ona meni tushunmaydi deb o'ylaydigan narsa baribir har bitta bolada bo'ladi-da. Va o'sha kichkina bola uyda yolg'iz qolishi va o'zini xuddi katta insondek tutishi boshlashi, keyin undan keyin jinoyatchilarga qarshi ularni kurashi menimcha har qanaqa yoshdagi bolaga qiziqarli bo'ladi-da. Chunki mana faraz qiling, o'zingiz 10 yashar bolasizda va siz televizorda 10 yasharlik bola katta yoshdagi bir yaramas odamlarni jazolayotganini ko'ryapsiz. Bar mazah ko'rasiz-da. Shu narsasi bilan menimcha bir qanaqadir sehrli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Keyin endi babiyapti sehri bor menimcha uni 90-yillar og'ir yillar bo'lgan-ku va mustaqillik parchalari chet elga chiqish erkinligi paydo bo'lgandan keyin shu Amerikaning eng zo'r reklamasi-da-ku. Masalan, o'tdagi Amerikaga odam men hali ham borgim keladi. Hozirgi Amerika menimcha unaqa Amerika emas, lekin o'sha Adin Domadagi Amerika u eng zo'r. Ikkinchi qismidagi ayniqsa. New York. Umr shu uyim shunaqa bo'lishini orzu qilaman. Masalan, dahshat edi ko'rib, yaxshiroq uyim bo'lsa edi derdim-da. Endi men o'ylayman, masalan, hamma yoshdagi bolalarga avloddan qat'iy nazar haqiqatan qiziq bo'lsa kerak-ku, lekin bitta narsa o'zgardi-da. Masalan, biz u kino bilan qanaqa topishganmiz? Siz bilan men baribir televizor orqali topishganmiz. Televizorda doim qanaqadir bir kanikul bo'ladigan, ayniqsa yangi yilga o'xshagan uzoq, odamlar bo'sh qoladigan davrda qo'yilardi-da. Majbur unday pulta aylantirib qo'yib, boshini ozini ko'rasiz, keyin kirib ketardingiz kino ichiga. Hozir misol uchun televizor ko'rmaslik, qanaqadir stream platformalar, kim bo'lmasa YouTube, boshqa narsalar orqali kontent olish ko'payib ketdi-ku. Masalan, har bir uyda bevosita kanallarni ko'rsatadigan televizor bo'lmasligi ham mumkin-da. Qanaqadir bir televizor zamonidan uzoqlashayotgandek tuyulyapmiz-da. Ularni boyagi uyda yolg'iz bilan birlashib olishi bor-ku, topib olishi bir-birini bolalarni. O'sha narsada balki farq boshlanyapti. Hozir mana bu ham televizor bo'lganda. Ekran, любой narsa ekranga aylangan. Va bu sizga tanlovsiz uyda yolg'izni tanlovsiz boyagi qushdek yengil bo'lingga olib kelmaydi-da. Shu tomoni bor. Juda anaqa kuchayib ketib qoldi-ku. Lekin bitta narsani sezaman men. Bitta narsani sezaman. Mana endi
oramizdagi farq uncha katta emas bo'lsa ham, lekin mana keyingi mana 2000-yillarda tug'ilgan bolalar bilan biz ko'rgan ko'p filmlarni ko'rishmagan. Men o'ylayman, uni hamma ko'rgan deb yuraman. Ya'ni o'zimcha ulardan sitatalar keltiraman, bir narsalar o'shandan bir o'zimcha mem qilib bir narsani keltirsam, ular tushunmaydi. Nima deyapti bu? Jiddiy o'xshab ko'rinaman, ular ko'radi. Restoraningizning alohida xonasi yo'qmi? Ular tushunmaydi. Shunaqa bo'lib qoladigan joylari bor-da. O'zi mana yangi yilda maza qilib, sevib tomosha qiladigan filmlar bormi? Mana har gal yangi yilda yilni boshidami yoki dekabr oxiridami ko'radigan filmlar bormi o'zingizlarda? Men endi boya gaplashganimizda anaqa Harry Potterni ko'raman boshidan oxirigacha. Endi bizda bu to'liq hamma seriyasi. To'liq hammasi oilaviy bir an'ana bo'lib qolgan. Keyin o'zbekchada nomi yodimda Love Actually degan Gollivud nimasi bor. Реальная любовь. Real любовь. Kira Knightley, Hugh Grant chiqqan, Colin Firth, nimalar, Liam Neeson. Ko'proq 14 fevralga boshlangan, lekin men yangi yil arafasida ko'rish yaxshi ko'raman. Nimani yaxshi ko'raman o'sha degan. Eski ashulachi bo'ladi-yu. Bitta hit yangi ishlashib ketib qoladi. Chol bo'ladi. Keyin hamma ko'rsatuvlarga chaqirishadi, bitta joyga bolalar uchun ko'rsatib chaqirishadi. Bolalar, ular ko'chkilar chaqirmaylar deydi. Boyib ketsinlar, kuchayib ketsinlar o'zi keladi deydi. Sotolmaylar, shunaqa deydi. Bu kinodan ham ko'p, juda ko'p anaqa memlar, har xil nimalar qilingan keyin. Avlodda o'rtasidagi farq boshlandi mana chiziqchisi. Lekin u haqiqatdan yaxshi ko'rmagan bo'lsangiz, men ruschada ko'rganman. Men Реальная любовь deb nomlanadi. Juda ham zo'r kino. Добрый такой. Juda ham rostdan добрый и ano britanskiy yumor baribir farq qiladi boshqa yumorlardan. U mana toza britanskiy zo'r yumor. Men anaqani ko'raman har yil. 3 ta seriyasini ko'raman. Nima? O'zgilar hukmdori marafon qilaman. Shu 31 dekabr, 1 yanvar 3 ta seriyasini o'tirib ko'rib chiqaman. Hobbitlar nimalarni ham ko'rasizmi yo'q? Yo'q, Hobbitlar emas, shu klassik 3 ta qismini ko'raman. Bu ham mazza lekin. Menda lekin unaqa narsa yo'q ekan. Albatta qayta vaqt bo'lmayapti shekilli unaqa o'ylashga ham. Bilmadim. Menda oxirgi payt shunaqa bo'lyaptiki, masalan, bizda katta sovet anaqasi bor-ku, tarixi bor, qanaqadir bizga ta'siri bor, boshqa narsalar. Sovet kinolarini, sovet davrida ishlangan o'zbek kinolarini boshqatdan ko'rib chiqishga, keyin misol uchun rejissyor nima demoqchi bo'lgan, bitta ssenarist nima qanaqa g'oyalar berib ketgan, shularni boshqatdan ko'rib chiqish uchun ham qayta anaqa qilyapman-da o'zimda. Masalan, boyagi anaqa haqida gap ketdi-ku, yangi yil kinosida. Qushdek yengil bo'ling. Qushdek yengil bo'ling, ha. Men bitta kitob o'qigandim-da, xullas ruslarni antropologi bor, nomini hozir eslolmayapman. Xullas uni tugagunga qadar hammasi abadiy edi degan anaqasi kitobi bor-da. Это было навсегда, пока не кончится. Sovet davrini bir anaqasini rasmiy diskursi bilan norasmiy diskurs o'rtasidagi farqi tushuntirgan anaqasi bor. O'shanda shuni misol qilib keltirishganda, misol uchun men u kinoni hech qachon bunaqa fokus bilan ko'rmagandim oldin, shu kitobni o'qishdan oldin. Sovet davrida hammani tenglashtirishga intilish bo'lgan, hammani bir xillashtirishga, tasavvur qiling, siz bitta shahardan boshqa shaharga borib qolyapsiz-da, lekin xuddi o'sha bosib o'tgan yo'lingizdan borib, xuddi o'sha kvartirangizga kiryapsiz. Xuddi kvartirangiz kaliti, qulfi, tuzilishi, oshxonasi, spalnisi, ya'ni hamma narsa standartda, hamma narsa bir xil. Sezmayapsiz boshqa shaharda boshqa odam uyiga kirib ketayotganingizni. Shu narsa haqida juda aniq tushuntirgan ekan. Masalan, qanaqa bir dahshatli anaqaga olib keladi bu, masalan, bir xillashtirish degan narsa, rang-baranglikka qanaqa o'ldirib qo'yadi jamiyatda degan narsalar. Shunaqa nima bilan ko'ryapman. Keyin nimani ham Ivan Vasilievich ham ko'ramiz-ku yangi yilda qaytarib. O'shani deylik Bulgakovni boshqatdan anaqasini ko'rdim-da. Nimada qanaqa yozilgan, pyesa qanaqa yozilgan, kinoda qatlar tushib qolgan, qanaqa senzura bo'lgan, har xil vyupusklar ko'rdim, juda ko'p tahlil. O'shalarni ko'rib, masalan, sal tushunishga harakat qilaman. Misol uchun senzura qanaqa ishlagan, hozir qanaqa bo'lyapti, ya'ni juda ko'p narsalarni mantig'ini topib olishga, bazasini topib olishga zo'r yechim bo'lar ekanda baribir. Kontekstni tushunish ma'lum. O'zi biz podkastdan oldin juda ko'p narsani gaplashib qo'ydik-ku. Boya Amerika bo'yicha gapirayotganda ham xuddi shu narsani aytdik-ku. So kontekstni bilib anaqa qilish umuman boshqacha taassurot uyg'otar ekan odamning bu asarlar haqida. Keyin o'zi umuman mana shu Qushda yengil bo'ling bor-ku, с легким паром. Shu film juda ko'p bugungi kunda tahlillar bo'ladi-da. Nimaga bu film sovet tuzumi paytida bunaqa yaxshi kutib olingan va nima sababdan yangi yil ertaga bo'lib qolgan? Chunki bunaqa olib qarasangiz, endi men filmga o'zi g'oyaviy nuqtai nazardan yondashishga har doim qarshi bo'laman. San'at asari bu ko'proq hissiyotlarga, emotsiyalarga
nima qilish kerak deb hisoblaymanda, bazirovаться qilish kerak deb hisoblayman. Lekin shu bilan birga rostdan agar g'oyasini oladigan bo'lsangiz, juda ham g'alati filmda. O'sha bosh qahramonni oladigan bo'lsak, o'zi bir piyonist, ichib olib boshqa shaharga borib qo'yadi-da, u yerda o'zini yashaydigan shaharda bor kelinini tashab, to'y bo'lish kerak bo'ladi-yu, nevestasini tashab, boshqa bir shaharga borib, o'tdagi bir normalniy oilani buzadi deb bunaqa qolib qarasangiz. Haligi nima suv teydi qolib ketadigan aka bor edi, Ipolit, Toblinka boshqa. U bechara Ipolitda nima, bu bir ishlaydigan odam, to'yga harakat qilib yuruvdi, kelsa sevgan qizini uyda bitta boshqa bir erkak yotibdi. Undan keyin tabiiyki u jahl qilib ketadi-da. Bunaqa qolib qarasangiz, butun bir oilani buzib yuboradi-da. Yana o'zini kelinini ham tashlab ketib qoladi. Ya'ni qanchalik bizning bosh qahramonimiz qahramon bo'lishga loyiq bo'lgan odam, o'zi bunday qolib qarasa bu anti-giroy-da. Ya'ni mana mashinaqa bo'lmanglar degan ma'noda qilinish kerak bo'lgan narsada, lekin qaytaga shu asar necha yillar davomida sovet xalqining eng sevimli filmi bo'lgan. Nega degan savol bor-da. Va hech kim misol uchun tanqid qilib ko'rmaysiz-da kinoni. Masalan, bor shunaqa personajlar ko'rsangiz, butun ana oxirigacha g'ashingizga tegib turadi, yomon ko'rib, ana qilasiz-ku. Unaqa emas-da, hammasi qanaqadir. Kinodan hech qanaqa haqiqatan ham mavzu qidirmasdan ko'radi odam. Bunday ko'rasiz, emotsiya o'tib ketadi. Xushdek yengil bo'lasiz, kinodagi bo'lib o'tib ketasiz. Shunaqa rostdan. Lekin aslida o'zi mana shunaqa bir g'alati va mantiqsizligi qanaqadir. Ajoyib. O'zi mana yengil kinosi deganda faqat yengil bilan bog'liq bo'lmagan bir xil filmlar bor-da. Lekin masalan mazax ko'ramiz. Masalan, men kichkinaligimda Gremlin degan ujus bo'lardi. O'zi ujus kino, bunda bir kichkina anaqa maxluqotlar haqida yengil arafasida bo'lardi. Men shuni yengil kinosi deb qabul qilganman. Keyin anaqa Krepkий орешка bor. Die Hard. Birinchi qismi ham voqea o'zi nimadan bo'ladi? Yengilda u korporativ bo'layotganda o'sha nima kelibdir, bir guruh terrorchilar nima qilib haligi odamlarni zaложникка olishadi-da. Bu ham yengil kinosi lekin. Eng yaxshi yengil kinolardan bittasi deb masalan o'zim uchun men shunaqa deb aytganman. Shuning uchun yengil kinosi har xil bo'lishi mumkin. Afsus, O'zbekistonda biroz yengil kinosi mavzusida nimadir filmlar kam. Niyat qilamiz bo'lib qoladi deb. O'zi anaqada Gollivudda alohida mavzu-ku bu. O'sha yangi Rojdestvoga har yili yangi yilga nimada bo'ladi? Men yaqinda qaysidir kinoni tarixini ko'rdim-da, o'sha kino bu yil kino ko'rmadim, lekin kino poyezga YouTube'ga o'tgan yil ham xuddi shu gapni gapirdim, Muhram. O'tgan yilgidan battar bo'ldi-da bu yil kino ko'rish. Lekin kino poyezga YouTube'dagi kanalidagi tahlillar, sharhlar ko'rdim-da, ko'p 10 minutlik yo'lda kelayotganda eshitib kelishga yaxshi. Shu hozir eslolmayman kino nomini. U xat o'zi bu klassikaga aylangan film deyapti. Lekin o'sha davrida odamlar tushunmagan, chunki uni Rojdestvoga to'g'rilab chiqarishgan. Hech qanaqa odamlar ko'rib bu Rojdestvoga bog'langan hech qanaqa kayfiyat yo'q-ku deb odamlar ko'p nima qilmagan. Lekin keyinchalik u klassikaga aylanib ketdi deb. Qaysi kinoni aytayapti deb hozir eslolmayapman-da. Sanaqa ssenariysi yodingizdan qachon? 90-yillarki. Timing deb qo'yishgan xullas degan anaqa. Lekin kino zo'r lekin degan. To'g'ri qilgan, u to'g'ri tanlagan deyapti. Lekin o'sha davr tushunmagan buni. Hozir mana keyinchalik klassikaga aylandi, hozir o'zi menimcha podcast davomida bu eslab qolsam aytaman. Gollivudda, o'zi Amerikada bu mavzudagi kinolar ko'pligi ham menimcha bozor o'ziga, marketingga ham juda bog'liqda. Kommersializatsiya juda kuchli bo'lgandan keyin har yili qanaqadir o'sha Rojdestvoga bog'langan film chiqariladi. Обязательный u mavzusi bo'ladi, juda yaxshi reklamalar bo'ladi. Bu ham bir bozor rivojlanganligidan dalolatda. Bu to'g'ri aytdingiz. Birinchi o'rinda eng asosiysi bozor bilan bog'liqligi, chunki o'sha aytganimizdek yangi yil kanikul, hamma uyda o'tiradi va потребление ko'payadi deydi. Endi qayerqa qishda barib park aylanib yurmaysiz, ko'chada uncha aylanib yurmaysiz, yopiq joyga borasiz-da. Yopiq joy bu anaqa TRC, торгово-развлекательный centrlar. O'tda kinoteatr bo'ladi. Shuning uchun yangi yilga moslab kino chiqarishlar ham bu oldindan bor. Ana bu yil ham masalan yaqinda mana oilaviy biz kinoteatrga tushdik, Zveropolis 2 ni ko'rishga. Bolachalar tiqilib yotibdi. Zal to'liq to'ldi. Yosh bolalar, yana bitta narsasi bor-da, yosh bolalarga film agar yangi yilga qiladigan bo'lsangiz, u bitta bilet emas,
ikkita bilet avtomatik sotashdi, chunki yosh bola o'zi to'g'ri, bormaydi-yu, to'g'ri. ota-onasi bilan boradi, buvisi bilan o'g'lisi bilan boradi. Haqiqatda. Mana masalan rossiyalik ijodkorlar ham bu narsani bilib olishdida, har yil yo'lkini paqalatib chiqaryapti. Yo'lki 12 mi, 14 mi? 11 Hali ham bilan chiqyapti. ichida Voy xudo. chiqargan yo'lki. 12 adashmasam. 11 yo 12. To'g'risi o'sha yo'lkini ko'rmay qo'yganman. Bir 5-6 seriyalardan keyin u yog'ini ko'rmay Ularda qo'yganman. o'sha bosh qahramonlar yo'q shekilli hozir. O'zgargan ham Endi urgutlar yo'q. narsalar qilib, Urgutlar yo'q-da. ha, bari qiladigan ishi yo'qda, odamlar tushadi deb turib olib yotishibdi. Keyin har yil ular multfilm chiqaradigan bo'lishdi. Masalan, o'tgan yil Trikata degan multfilm chiqdi. Shu to'liq metrajli yangi yilga moslab. Bu yil ham chiqayotgan ekan Trikata. Men bildim, baribir o'g'lim majburlab olib tushadi-da yoki Trikataga. O'shanchi bu o'zi rostdan bozor nuqtai nazaridan eng zo'r payti. Anaqalarni Qiziq shakllantirish fenomen. hamda keyin mana tomoshabinlarning kutilmalarini shakllantirib olish ham. Keyin Bozor- yengil shunaqa paytki baribir xohlaysizmi yo'qmi, yoshingiz katta bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, qanaqadir mo'jizaga ishonadigan paytingizda. O'sha paytda bir yaxshi, добрый deydi-ku ruschasiga, mana добрый bir mehribonlik haqida targ'ib qiladigan, umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib qiladigan bir yaxshi film chiqadigan bo'lsa, baribir odamlar tushib ko'radi-da. Hech bo'lmasa shu yilni boshida ana o'zingizga o'zingiz keyingi yildan mana ozaman, yomon odatlarimni tashlayman, sport bilan shug'ullanaman, boshqa qilaman deysiz-ku. O'sha paytda baribir odamlarga kerak-da, qanaqadir bir narsa yuragiga. Yaxshi niyat. Keyingi yil kutamiz sizdan unda aka bitta. Yangi yil haqida filmmi? Ha. Mayli, xudo xohlasa nasib qilsin. Niyat qildik. Bizda ham paydo bo'lsin deyman-da. Endi yangi yil mavzusidan sekin yil davomida olingan kinolarga o'tsak. O'zi lekin sal ochib qo'ydilar. Buni dars ochib ketdi. Zveropolis 2 dedim. Ha. O'shanga olib kelayotgandim. Mana masalan shunaqa filmlar borki, siz ko'rasizda, misol uchun kim bilan borsangiz ham ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, do'stlaringiz bilan ham, bolalaringiz bilan ham, oilangiz bilan ham, o'zingiz tushsangiz ham qiziq. Masalan, animatsion filmlarda bu narsa ko'proq bo'ladi. Shunaqa filmlar bor. Bittasi chiqdi, Zveropolis. Men hali ko'rishga ulgurmadim. Sarvar aka mana tushdim deyaptilar. Qanaqa chiqibdi masalan? Oldingisini ko'rgansiz? Birinchi qismini ham ko'rgandim. Unga ham 9 yil bo'lgan ekan chiqqaniga. Men oho dedim o'zimga o'zim. 16 yil. Ha, 16 yil chiqqan ekan. Ikkinchi qismi yoqdi menga. Shu birinchi qismi agar yoqqan bo'lsa, o'ylaymanki ikki ham yoqadi deb o'ylayman. Chunki yani bir xillarda bo'ladi, mana bir zo'r bo'ladi, ikkinchisini shoshma-shosharlik bilan tez qilishadi, ko'ngilga chiqmaydi. Endi bu yerda ijodkorlar 9 yil vaqt bo'lgan, 9 yil ichida yaxshilab ssenariyni ham puxta qilishgan. O'sha olamni ham yanada puxta o'rganishgan va o'sha Zveropolis, Zootopiya shahrini qanaqa paydo bo'lgani haqida. Masalan, men o'g'lim bilan tushib ko'rdik. O'g'lim 6 yosh, u ham mazza qilib ko'rdi, men ham mazza qilib ko'rdim. O'sha kinoteatrda o'tirganda katta yoshligilarga ham qanaqadir hazil-huzullar bor, yosh bolalarga ham uni kadrlari tez o'zgaradi, rangli, personajlari qiziqarli. Men masalan ketgan vaqtimga rozi bo'lib chiqdim. Birdan ham yaxshi bo'libdi deya olmayman, lekin birdan yomon bo'libdi, bu gal qilib qo'yishdi demayman. Aniq ko'payib ketgan. Endi men sizlarga bitta sirni ochay, kecha ishdan vaqtliroq ketdimda, bugun ertalab qaytib keldim-ku shu bilan. Men kecha ishdan chiqdimda, ertaga boshqa podkast degan yiliga bitta kino ko'ray dedimda. O'g'lim maktabiga borib, shunda oldim, dars tugamasida, yur dedim masalan. IMAXga bordik. Ko'rdik. O'g'lim nega sal zerikdi. Endi men nimaga bunaqa zerikkanini aytmoqchiman. Birinchi bir hafta oldin nimani qo'yib berdim? Birinchisini qo'yib berdim. Zveropolis hali ko'rmagandi. Bir hafta oldin birinchisini qo'yib berganimda, ham chidab oxirigacha ko'rdi-da. Endi ani til baryeri balki bordir. Hali endi ruschani tushunadi-ku. 7 yosh, birinchi sinf. De sal zerikkandek ko'rdiki, kecha ham qachon tugaydi dedi. Endi anaqa men o'ylashimcha, birinchidan meni o'g'limga sal anaqaroq yoqsa kerak. Sal sokinroq multfilmlar yoqsa kerak. Chunki nimaga unaqa deyapman? Ani bolalar kontent markazi to'g'risida gapirdingiz. O'sha yerda har xil taqdimotlarni kanalga obuna bo'lganman, ko'rib o'tiraman, qanaqa multfilmlar chiqar ekan, qanaqa kinolar olishar ekan bolalar uchun deb, shu qiziqqanim uchun. Qarayapman, ani bitta rejissyor Oyqiz va Shiroqmi degan, Shiroq va Oyqizmi degan multfilmni shunaqa olar ekan va tagida yozib qo'ygan ekan. Malika Mononoke ruhidagi anime bo'ladi. Anime olishar ekan. Dedim, men xursand bo'lib ketdim. Endi men eng birinchi Miyazakidan ko'rgan multfilmim Malika Mononoke ko'rib, jinni bo'lib qolganman. Endi shunaqa ham bo'ladimi? Zo'r ekan-ku anime deb. Keyin o'sha uni o'qiganimdan keyin uyga borib, sal multfilm qo'yib beringmi dedim, bolalarimga qo'ydim. Qizim ozgina qo'rqdi. Boshidan monstrlar chiqib keladi-yu. Tavqlanadi degan cho'chqa. Keyin o'g'lim lekin o'tirib ko'rdi, yaxshi ekan-da. Oxirigacha ko'rdi. Qo'rqmadi, boshqa narsa qilmadi. Ya'ni uni hikoya uslubi sal sokinroq-ku. Endi oradan
jang sahnalari, bir qonli sahnalari bor, lekin sokinroq. Keyin uni ketidan Zveropolis ko'rdik. Men o'yladimki, ulgurmayapti u. Tez actionlar ko'p, keyin gaplar bir kattalarga mo'ljallangan gaplar bor. Masalan, ikkinchisida men nazarimda shunaqa gap ko'payibdi. Masalan, tulki bilan quyonni bir-biriga munosabatiga ko'proq urg'u berilganda, qanaqadir bu do'stlik emas, do'stlikdan yuqoriroq narsaga qarab ketyapti va juda chuqurroq gaplar bo'lgan. Menimcha bolalar sal har holda 6-7 yosh bola tushunmasa kerak, lekin bir xil joylari o'sha men kecha yonimizda men o'g'limdan kichkinaroq bola o'tiruvdi. Ha-holab hamma bundoq qaryapti, kuladi. Ha-holab kuladi, hamma bundoq qaraydi. Keyin kattalarga nima deydi? Nimalar yoqdi menga juda. Endi o'zi Disney animasi-ku. Ularning shunaqa o'yin qoidalarimi? Boshqa multfilmlarga, boshqa kinolarga atsilkalar, masalan, o'zini multiklari. Ratatouille bitta joyga qilib ketishdi. Juda zo'r chiqdi sotadigan joylar. Juda zo'r chiqdi u joylari. Maza qildi u joylarni ko'rib. U ham bo'lishi mumkin. Masalan, men endi harakat qilaman shu multfilmlar bo'ladigan bo'lsa, o'g'lim bilan tushishga-da, kinoni yaxshi ko'rsin deyman-da. Elio degan multik chiqdi. Pixarniki. Mana qanaqa bo'ldi? Pixarning eng proval bo'lgan multigi, eng kam pul yig'di, u yoq bu yoq deyishdi-da. Shunda ham bundoq qaradimda, как раз bo'sh edik, yur kinoga tushamiz dedimda, o'g'lim bilan tushdim. To'g'risini aytaman, menga uncha yoqmadi. Lekin o'g'lim maza qilib ko'rdi. Mana qachon tugaydi deb so'radi dedingiz-ku, meni ham o'g'lim so'radi qachon tugaydi deb, lekin baribir anaqa nima deydi, qanoatlanganlik hissi bilan chiqib demoqchiman-da. Elionichi umuman bizga qaramasdan mana shunda o'tirib ko'rdi-da, boshidan oxirigacha ko'rdi-da. Film juda ham anaqa, o'zi sodda, yengil. Kichkina bolacha bo'ladi, uni o'zga sayyoraliklar olib ketib qolishadi, keyin o'zga sayyoralikdan bu yoqqa qochib keladi. Mana shunaqa narsa-da. Proval bo'lishiga qaramasdan, lekin reytingi ham baland, 7 nechadir edi. Hamma joyda qaraganda, IMDb'da ham, Kinopoiskda ham, boshqasida ham. Anaqa, aynan mana shu menimcha kichkina bolalarga ko'proq mo'ljallanganligi uchun bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun mabodo Elionni ham bir ko'rib ko'ring. Lekin menimcha Zveropolis baribir juda boshqa 6-7 yosh emas, sal kattaroq bolalarga va kattaroq kishilarga mo'ljallangan, shu katta avlod vakillariga mo'ljallanganroq bo'lsa kerak. Endi o'zi animatsion film deganda sal anaqa ham bor-ku, masalan, ma'lum auditoriyada baribir yoshi kichkinaroqlarga mo'ljallangan degan narsa bor-ku. Masalan, borgan sari mendagi mana shu stereotip yo'qolib boryapti-da. Chunki faqat bolalarga uni Pixar ko'p yo'qotdi menimcha. Ba'zi filmlar bor, ko'rsangiz, masalan, yaqin o'tgan yili, bundan oldingi yili boyagi suv bilan olov haqidagi film chiqdi-ku, Elemental edi. U keyin Inside Out boshqalar ko'rilsa, masalan, kattalar обязательно tushib ko'rsa, anaqa nima desam bo'ladi, hech bir yosh bolaga mo'ljallangan degan his bilan chiqmaydi. Ya'ni yosh bola ham maza qilib ko'radi, lekin kattalar ham ancha misol uchun ko'zani tagidagi narsani ko'rib, bunday bir mulohaza qilib chiqadigan narsalar yaratilyapti. Keyin misol uchun hozir Sarvar aka aytdilar-ku, ba'zi narsalar bor, endi ko'proq bo'ladi qaytanga. Misol uchun bitta zo'r narsa yaratishadi-da, keyin ikkinchisi bilan uni qanaqadir bir budjetlashtirishga harakat qilishadi, pul tortib olishga undan harakat qilishadi boshqa narsada. Masalan, boyagi Inside Out'da yoki boshqa nimalarda ikkinchi qism sizni o'sha tonda ushlab turadi-da, yoki yana ham ko'proq zavq beradi sizga. Ba'zi filmlar bor, ko'proq filmlar qaytanga birinchisi yaxshi chiqqandan keyin ikkinchisi ishlanadi, siz aytasiz, boshqa qilmasanglar bo'lardi deganroq bir hafsalanib pir qilish hissiyoti keladi-yu. Men nimaga olib kelyapman? Anaqani ko'rdim. Nima desam bo'ladi? Now You See Me qanaqa tarjima qilingandi? Ustaz faranglar deb tarjima qilingan bizga o'zbekchaga. Ruschada Illyuziya obmana, uchini ko'rdim. Siz ko'rdingiz, Sarvar ko'rmaydingiz? Xullas shunaqa bo'ldiki, u ham uzoq muddat berishgan. Qanaqadir 10 yilcha o'tdi adashmasam, ikkinchi qismi anaqasidan keyin va menda ko'rganimdan keyin shunaqa hissiyot bo'ldiki, endi juda rasvo tashlashmagan film, qanaqadir bir darajani saqlab turishgan boshqa-yu. Lekin umumiy anaqada birinchi qism baribir bizga ko'proq bir mo'jizalarni ko'rsatadigan, ko'proq bir qanaqadir bir aqlli anaqalar beradigan, sehrga ishontiradigan narsalar edi-da. Keyin bilasizmi, ba'zi filmlarda hozir men o'lmagan bo'lib chiqadi baribir. Hozir men bunaqa bo'lib chiqadi baribir. O'sha narsa ko'payib ketgandek tuyuldi 3-qismda-da. Keyin hozir 4-qism haqida ham o'z taxmin qilyapman. Ba'zi bir anaqalar qoldirib ketishgan, ha, men bunaqa bo'lib chiqadi degan anaqalarim bor. 4-qism chiqsa, xudo xolasa, gaplashamiz. Lekin shunaqa bo'ldiki, ko'rib o'tirgan paytim tomoshabin taxmin qilib topa oladigan sal nima desa bo'ladi, kutilmagan yo'nalishlarni olib chiqishdan chekingandek tuyuldi-da film. Ya'ni birinchi qismda butunlay shunaqa edi.
поворотlarni topa olmassizda. Mana anaqa bo'lib chiqibdi, unaqa fokusini ochgandan keyin foy deb qolardingiz-da. Ikkida ham sal anaqa bor. Juda ko'payib ketmagan, siz taxmin qilib topib oladigan. 3 ta lekin shunaqa bo'lib qoldi-da. Shunaqa ko'rib o'tirmanda, hozir ham narsa mana anaqa bo'lib chiqadi deyapti, shunaqa bo'lib chiqyapti-da keyin. Zivropolis haqida bitta narsa aytib ketdik. Bizani anaqaga tushadigan joylari bor ekan-da, lekin ko'rgan bo'lsangiz, hali hozirgi biz O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga tushadigan yovuz boylar bor. Ularning familiyasi ham ruschaga shunaqa zo'r tarjima qilishdi, Risevich tarjima qilishdi-da, ruschaga o'xshab. Rislar bo'ladi. Ha, salomsizlar. Keyin va Snos qanchalik taqdirlarni o'zgartirib yuborishi, qanchalik qiynashi, shu narsalar ham ko'rsatilgan. Ya'ni odamlar masalan bitta joydan chiqarib yuboriladi, uning o'rniga masalan CT'mi nimadir qurish, jabr qanaqadir parallellar ko'rsa bo'ladi. Xohlasangiz ko'rishingiz bo'ladi parallellarni, agar xohlamasangiz ko'rmaysiz. Bu parallellar faqat men mana shu bo'yicha menga bitta fikr kelyapti-da, animatsion filmlarni bilan birortasi ko'rganim yo'q. Men ancha yildan beri Pixar faqat ko'rardim. Va Miyazaki nimadir chiqarsa uni ko'rardim-da. Lekin endi oxirgi yillarda juda ko'p narsa kino industriyasida, endi Gollivudda ham shunaqa shartlar qo'yilgani ham bor. G'oyaviy tomonlar podoplyokali bo'lishi kerak degan narsa ketgan-ku. Повесточка, o'sha повестка. Shu narsa boshlangandan keyin даже Pixarning nimalarida ham ba'zi повесткалар bo'lganda, uncha odam yuragi tortmaydigan bo'ldi-da ko'rishga. Va yaqinda internetda o'zbek mediasida nimalar bo'layotdi. Endi bu chaqiriqlar orasida uchrab turadi. Nimaga biz bolalarimizga tam Svinka Pepeni qo'yib beramiz, uni tam Masha Medvedni qo'yib beramiz. Mana o'zimiznikilar olish kerak. Faqat o'zimiznikini ko'rsatish kerak degan narsa bor-da. Shunda hozir как раз animatsion filmlar haqida gapirayotganimizda menda shunaqa savol tug'ildiki, bo'lish kerakdir. Bo'lishi ham kerak. Mana bolalar kontenti markazi bo'lyapti, qiziq loyihalar nima qilyapti. Qanchalik bu bunga katta urg'u berish kerak-da. Men nima demoqchiman? Mana hammamiz Nupagaji ko'rib katta bo'lganmiz, Tommy Jerry ko'rganmiz. Sen Nupagajini ko'rganing uchun sigara chekib yuribsan degan gap g'alati-da. Ya bavroq to'ldirib. Shu gapda o'sha gapni aytayotgan odamlar ham o'zi ham shu narsalarni ko'rib katta bo'lganda. Men bu fikrga o'zimcha qo'shilmayman. Multiplikatsiya deyarli hamisha va har doim qanaqadir bir umuminsoniy qadriyatlarga qurilgan bo'ladi. Ya'ni shu yaxshilik qilgan, o'zini kichkinalarni xafa qilmagan, yordam qo'lini har doim cho'zgan degan qanaqadir umuminsoniy g'oyalarga qurilgan bo'ladi. Shuning uchun bu O'zbekistonnikimi, chet elnikimi, menimcha agar yaxshi multfilm bo'lsa ko'raverish kerak. Endi albatta uni o'zbek tilida ko'rgani yaxshiroq. Chunki baribir bola multfilmni ko'radi, o'sha ko'rayotgan multfilmdan qarab tili chiqishni boshlaydi. Shuning uchun o'zbek tilida bo'lgani yaxshi. Endi lekin bu degani yo'q, biz Svinka Pepeni taqiqlab qo'yishimiz kerak, faqat O'zbekistonnikini ko'rish kerak degan gap noto'g'ri, chunki O'zbekistonniki nihoyatda kamda. Agar masalan yotib olib ko'rsa ham butun o'zbek animatsiyasini menimcha bir haftada ko'rib qo'ysa bo'ladi deb o'ylayman-da. Keyin nima qilsin bola? U yana qaytadan ko'ravermaydi-ku. O'shaning uchun ularni taqiqlagandan hech qanaqa foyda yo'q. Shunchaki unga muqobil bo'lgan alternativ variantlar juda ham ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni bola bunday kelib turib, shu biror bir platformaga ham, YouTube'ga ham kirganda, deylik, Masha Medved tursa, Trikota tursa, keyin bu yoqda yana 10 ta o'zbekcha yaxshi qiziqarli multfilm tursa, Dono va Momo bo'ladimi? Ko'radi, Dono Momoni masalan ko'radi. United Soft do'stlarimiz qiladi, baraka topsar. Bek va Lola degan narsa. Ular uni ispancha variantlari ham bor ekan. U Latin Amerikasida juda katta auditoriyasi bor ekan. Eng qizig'i Dono Momoni ispancha bozorga chiqqan, xalqaro bozorga. Chunki United Soft rahbari Boyizxon degan do'stimiz o'zi ispan tilida o'qiganda, ispanchani biladi. Shundan qanaqadir bir kanal topdim, boshqa qildida, ispanchaga o'girib qo'yishdi. Hozir Ispaniyada ham ko'rishyapti. Lekin universal qilinganda, ya'ni har qanaqa millatga любой tilga tarjima qilsa ham ketaveradigan qilingan. Masalan, Bek va Lola bu menimcha toza O'zbekiston auditoriyasi uchun mo'ljallangan narsa, tashqariga chiqara olmaysiz. Uni anaqa yoshlar ishlari agentligi sponsorlik qiladi. O'zining maqsadlari bor, o'zining vazifasi bor, lekin Dono Momo haqiqatda xuddi bozor uchun o'sha bilmadim qanaqa nima yaxshi shunaqa loyihalar bor. Dilgani nima bor-ku, hamma yerda chiqaveradi. Yo, masalan, Luntik ham butun dunyoda chiqadi, Masha Medved ham, Winnie Pooh deylik chiqadi. Unaqa narsalar ko'p. Nima deyapti narsa, hamma bunaqa bolacha chotchi, mana bunaqa chiqib turgan bolacha. Oy bolam, Jimmy Neutron. Yo'q. Bitta kanal bor, otini eslab. Cocomelon. O'sha produktlarga o'xshagan narsa. Ketaveradi. Davom, cheksiz. Shunaqa. O'shancha, kстати, bitta yangilik, menimcha o'sha podkastimiz chiqquncha bu anaqa bo'ladi, hammaga o'sha ma'lum bo'lgan bo'ladi deb o'ylayman. Mana shu bolalar kontentini rivojlantirish markazi tomonidan
Sehrlandiya degan to'liq metrajli birinchi o'zbek multfilmi katta ekranlarga xudo xohlasa chiqishi kerak. Mana shu yangi yil arafasida chiqadi deb aytishdi. Xudo xohlasa endi birinchi o'zbek to'liq metrajli multfilmi desak bo'ladi. Chunki undan oldin bitta multfilm bo'lgan, u endi uncha yaxshi bo'lmagan, tomoshabinlar ham ko'rmagan. O'shaning uchun uni mayli eslamaymiz. Xudo xohlasa birinchi 3D, 3D animatsiyali Sehrlandiya deb nomlanadi. Kinoteatrlarga tushib farzandlaringiz bilan ana ko'ringlar. O'ylaymanki yaxshi multfilm bo'lgan. Har holda o'zimiznikida ishlagan. Men ko'rdim bir ikki kadrlarni yaxshi. Yaxshi. Aha. Endi sekin boshqa kinolar haqida gaplashsak, masalan yil boshidan qaralsa, birinchi katta premyera adashmasam Kapitan Amerika bo'ldi. O'sha anaqada Marvel'ni yangi anaqa boshlandi, faza Kapitan Amerika. Yangi bir fazasi boshlandi. Gramiversiyasidan oldin chiqdi. Adashmasam. Yo'q, Gramiversiya anaqadan keyin bu oldingi fazani yakunimidi Kapitan Amerika? Balki oldingi shunaqami? Aniqlashtiramiz. Endi fazalarning ahvoli ham bir ahvol bo'layotganligi uchun unchalik ahamiyat Marvel qanaqadir 10 yil oldingi Marvel emasdi. Esimda bor, Mstiteliyning oxirgi seriyalarini bilan kutardik-da, kinoteatrning birinchi sezoni seansiga borib qanaqa ko'rardik. Juda pik davr edi-da u katta ehtimol istisnoroq davr edi-da, baribir ya'ni hamma janr o'zini vaqti bo'ladi-da. Shunaqa. Supergeroyika janri mana shu 2000-yillardan boshlandi. Shu o'rgimchak odamlar 20 yil davom etdi. Shu o'rgimchak odam, Temir odam, Christopher Nolanning Batmanlari oladigan bo'lsak, mana zo'r bo'ldi-yu, 20 yilcha davom etdi. Shu 2020-yil shu Endgame adashmasam chiqqandan boshlab bu yoqqa qarab endi sekin vaziyat chatoqlashib pastga qarab ketmoqda. Bizning Kapitan Amerika yoqmagandir-da, to'g'rimi? Men o'zi nimaga ko'raman bunaqa kinolarni hali ham ko'ryapman degan savolga kelinsa, masalan, anaqani kino sanoatidagi nimalarni ko'rgim keladi. Masalan, texnologiya qayerga yetib keldi, masalan, baribir katta anaqa qiladigan budjet tikilgan filmlarda oxirgi anaqalar ishlatiladi-ku, texnik imkoniyatlar bo'ladi. O'shalarni bir qayta turganini taxminan tushunish uchun, shundan maza qilish uchun ko'ryapman oxirgi payt. Kapitan Amerikani ko'rganimda o'yladim, masalan, texnik jihatdan baribir yaxshi kadrlar bor. Bunday ko'rganingizda odam ayniqsa kinoteatrda ko'rsangiz, u yoqda IMAX boshqa nima desa bo'ladi, bir maza qiladigan joylaringiz bor. Keyin umumiy film jihatdan qaralsa, to'g'risini aytsam, juda yomon emas, o'rtacha film bunday olib qaraganda va boya ozgina gaplashdik. Har bir film chiqarilganda, mana o'tgan podkastda siz aytdingiz-ku Anora haqida, ya'ni AQShda olinyaptimi film, u baribir AQShdagi auditoriyani bir savollariga javob beradi birinchi navbatda. To'g'ri, baribir global anaqaga chiqqani bilan birinchi asosiy iste'molchisini oldiga turadigan savollarni ga javob berishga qaratilgan bo'ladi deb. Va bitta qiziq analogiya bo'ldi. Misol uchun men sujetni eslash uchun boshqatni qarab chiqdim film haqida. Shunaqa anu bor. AQSh prezidenti ma'lum bir preparat ta'sirida boshqada, masalan, aqldan ozadigan anaqaga fazaga borib turadi, xuddi xalqqa o'xshab, boshqa narsaga anaqalarga o'xshab. Oq uy bir tomonni buzib tashlaydi-da, masalan. Ko'p anaqalar bor. Men borgan sari shu kontekst bilan ko'rayotgandek bo'layapman-da, shu anaqani Gollivud filmlarini, qanaqadir ko'proq qiziqcha. Mana shu yerda bitta narsa bor-da. Endi biz siyosiy nimalarda baribir endi siyosiy ijtimoiy anaqa bo'lganligimiz uchun, media bo'lganligimiz uchun juda ko'p gaplashamiz. Gollivud ham nima olib qarasa, endi mainstream bo'ladigan bo'lsa, mainstream baribir hozir liberallar anaqasida-da. To есть deylik, bu ko'proq aynan liberal auditoriya uchun qilingan bo'lsa kerak-da. Misol uchun konservativ o'tirgan odam oq uyda maxluq o'tiribdi degan xayolga bormaydi-da hech qachon. Naborot, qahramon bizni anaqamiz nima deydi? Ko'klardan yuborilgan xaloskorimiz o'tiribdi deydi-da. Ya'ni mana ikkalasiga ham bor ekanda, значит, mana yoqmaydigan odamlar o'sha oq uyni buzganini ko'radi. Yoqadigan odamlar vatanparvar deydigan bo'lsak, ular Kapitan Amerikani ko'radi-da. Baribir mana bizning qahramonimiz bor, kelib hamma narsani hal qilib tashlaydi, qutqarib tashlaydi deydiganda. To'g'ri, chunki AQSh kinosi birinchi o'rinda AQSh uchun ishlanadi-da. America first. Ularda birinchi o'rinda pul turadi-da, chunki siz mana AQShda kino studiyangiz qo'yilsa, hamma pul baribir sizning cho'nchagingizga kelib tushadi-da.
deylik u Xitoyda yiqqan puli, Yaponiyada yiqqan puli, Yevropada yoki Afrikada yiqqan puli u уже bo'linadi. Qaysidir qismi o'sha davlatda o'zidagi prokatchikka qoladi, u qiladi, bu qiladi, bularga qanaqadir qismigina yetib keladi. Piratlik bor ekan. Shu sababdan va birinchi o'rinda o'zini bozorini o'ylaydi. Va ko'p kinolar bo'ladi-da, mana umumiy dunyoda 500 million yig'ibdi deysizda, bu katta pul-da 500 million. Lekin AQShda u atigi 100 million yiqqan bo'ladi, 400 million ekan butun dunyoda tushgan bo'ladi. U kino praval hisoblanadi. Bo'ldi, u yo'q, bu mana bo'lmadi, bu praval, bu to'g'ri kelmaydi, bu bizga kinoga deyishadi. Dokument bo'yicha ham, boshqa bo'yicha ham praval deb aytadi. O'zi bu yil ko'rgan kinolarning ichida eng yoqqani qaysi bo'ldi o'zingizga? Menda bitta shu mavzuni yakunlab qo'yish uchun uzr, shunaqa ham bo'ldiki, masalan, tasavvur bor ba'zi odamlarda. Amerika dunyoni bir o'zini g'oyalariga olib borish uchun shunaqa filmlarni chiqaradi yoki bo'lmasa o'zini povestkalarini tiqishtiradi anaqaga degan narsa bor. Shuni men boshqacharoq qarashni boshladim-da oxirgi payt, ya'ni nimadan kelib chiqyapti o'zi desa. Amerikani bir butun deb tushunmaslik kerak. U yerda ham misol uchun har xil qarashga ega bo'lgan odamlar bor. Juda bir-biridan keskin qarashlari farqlanadigan, misol uchun ikkiga bo'linish bor-da, baribir. Olib qarasa konservativlar bor, liberallar bor, boshqa narsalarda. Bunday chetdan qaralsa, ular birinchi o'zini auditoriyasi uchun kino chiqaryapti. U kinoni biz olib qaraganimizda xuddi bir g'irt bema'ni aslini olganda g'alati bir tushuniladigan xulosa kelib qolish mumkinki, shu ular o'zini anaqasini o'tkazmoqchi deganda, aslini olganda bunday qarasa, uni kinoni chiqarilgan auditoriyasi biz emasmiz-da. Tagi o'zi bilan konteksti bilan qaraydigan, shu fobiya yo'qolishi uchun sal atrofidagi narsani detallarni qattiqroq kuzatish kerak deb o'ylayman-da. Bunda konspirologiya ham juda kuchli-da. Sovet ittifoqida misol uchun Alan Dulles plani rejasi degan anaqa ko'p aytilgan-ku, mana Gollivud. Yo'q, Dulles rejasi hech qanaqa. Men ochib topolmaganman hech qayerda. Ya'ni bilmadim, balki xato qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin ular tushunchi shunaqa bo'lganki, men Gollivud shunaqa qurol ishlatib, bizni ma'naviy jihatdan bunaqa tushuncha bo'lgan. Например, endi sal siyosiylashib ketyapmiz, uzru 40-yillarda Amerikani Rossiyadagi o'sha paytda sobiq Sovet ittifoqidagi elchixonasida ishlagan George Kennan telegramma yuboriladi. O'sha yerda yozgan, biz ruslarni qanaqa tushunishimiz kerakligi bo'yicha ayni har qanday katta imperiyalar bir-biri haqida tahlillar qiladi-da. Lekin o'tirib olib uni ichidan nima qilishimiz kerak, kemirishimiz kerak degan narsa u menimcha baribir propaganda o'zi uchun o'ylab topgan narsalar ko'proq. Dushman bo'lmasa dushmanni o'ylab topish kerak. Oilani oqlash kerak-ku. Anaqa tomonda-da, masalan, siz bitta auditoriya uchun chiqarilayotgan filmni qarasangiz, Amerikan jamiyati misol uchun ikkiga qanaqadir ma'noda bo'lsak agar, shunaqa bo'ladiki, bunisiga qanaqadir ta'sir qilmoqchi bo'lgan harakatlar bor-ku. Keyin ko'rasizda, aslini olganda bir taxminan yarimcha aholiga, boyagi Amerika firstchilarga dunyo qiziq emas-da. Dunyo ularga ya'ni nimasi kartadan qaysidir davlatda Angliyani topib bera olmaydigan odamlar bor, boshqalar bor deyishadi-ku, hazillash. Haqiqatan ham bunday olib qaraganda, ularni atrofida bo'layotgan narsalar birinchi planda, qolganlar ularga vigidni anaqa qilyaptimi yoki nevigadnimi anaqasi, nima bo'ladi, hamkorligi. O'shandan keyingi savollarga tupurishganda, bunday olib qarasam. Va shu narsalarni baribir qanaqadir konspirologiya haqida o'ylaganda bir qayta ko'rib chiqish kerak. Munosabat sal to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman-da. O'shandan keyin. Bu yil Ari Asterning Eddington degan kinosi chiqdi. Xoki Phoenix o'ynagan. O'sha filmni bir ko'ring, mana shu mavzular haqida ko'p gaplashilgan. Bu yil chiqqan filmlar orasida men o'zi serial ko'proq ko'rdim, lekin filmlar orasida Formula 1 menga juda yoqdi. F1. Endi menimcha juda fenomenal bir narsa qilingan. U yerda Brad Pitt o'zi sport bo'yicha qanaydir badiiy filmlarda ishtirok etsa, Moneyball'ni olsangiz ham, Человек, который изменил всё, qiziqarli narsalar qilishadi. Formula 1 da ham menga yoqqan tomoni birinchi navbatda endi prodyuserlik anaqasi. U yerda Lewis Hamilton o'zi hamma nimalarga do'stliklarni qilib, juda ko'p syomkalar nima ham paytida bo'lgan-ku. Realniy o'sha haqiqiy poygalar bo'layotgan paytda. Va keyin endi keyin yana kinoni san'at asari sifatida qarash uchun juda ko'p elementlar bor u yerda. Asosiy qahramon, uni yo'li, qiyinchiliklarga tushishi va boshqa narsalar. Va eng yoqqan narsasi film tugagandan keyin menda Formula 1 ga qiziqish uyg'ondi-da. То есть men bundan oldin Formula 1 ko'rmaganman, kuzatmaganman, o'zi o'ylaganman. Xuddi men kimdir aytadi, futbol nima, 22 ta odam to'p orqasidan yuguradi desa, men uchun просто odamlar shu o'tib ketgan qarab o'tirasanmi degan xayol bor edi. Lekin uni ortida qancha narsa borligini ko'rib,
menda qandaydir bir qiziqish emas, mehr uyg'ondi-da. Ha, shu sportga nisbatan mehr uyg'ondi. Bu juda ham yaxshi. Demak, film o'zini oldiga qo'ygan maqsadiga juda ham yaxshi yetishibdi. Menga Formula 1 yoqdi, ko'rdim, kinoteatrga tushib ko'rdim. Menga oxiri yoqdi. Oxirida shunday ham borib Brad Pitt o'zini xohlagan poygasida qatnashdi. Ya'ni u odam uchun bu mukofot, qanaqadir bir o'sha oladigan kubogi, chempion degan nomi muhim emas. Bu odam shunchaki shu poygani yaxshi ko'radi. Rulda bo'lishi muhim. Rulda bo'lishni xohlaydi degan narsani ko'rsatdi-da. Keyin oxirida что он делается, он летит deydi-ku, ana xabar berdim aytadi. Men kinoteatrda o'tirganda rostdan o'sha qo'shilib uchdim-da uning ichida. Keyin IMAXda ham ovozlar nimalar, motorlarni nimasi vaqti boshqa. Ko'rdingizmi siz? Mana afsuski tugab poyga haqida vaqt topganimda. Endi kinoteatrda afsuski ko'ra olmaysiz. Mayli hech bo'lmasa uyda ko'rib qo'ying. Balki katta ekranda ko'rganingiz boshqacha bo'lardi. Poyga haqida bo'ladi-yu. Faqat tashqaridan olmaganda, juda ko'p joyni aynan shu poygachini ko'zi bilan olganda, siz xuddi shu mashinaning ichida o'tirgandek o'zingizni his qilasiz-da, o'sha yo'lni ko'rasiz-da va haqiqatan men oxirida shu poygada o'zim qatnashayotgandek o'zimni his qildim-da. Bu albatta juda ham yaxshi rejissuradan dalolat beradi. U o'sha rejissor oldin nima olgan? Kaczynski, anaqa Top Gun'ni oldi. Ha, o'sha tahlil ko'rdim-da men. Ya kinopoyga tahlilini ko'rdim. O'shanda ham reklama ketyapti. Mana o'sha Top Gun Maverick men oldingisini ko'rmaganman. Keyin ko'rmadim. Keyin ham vaqtim bo'lmadi ko'rishga. Lekin bunisini ko'rganimda, bundoq qarasa oddiy Tom Cruise navbatdagi shu super qahramonlik filmi, lekin nimagadir juda ham mazza qilganman. Ya'ni samolyotlar poygalari, bu narsalar. Keyin o'sha tahlil etyapti, bu haligi operatori doim shu operator bilan ishlaydi. Bitta qanaqa ispanmi, qanaqadir Meksikalik operator ekan. U ham xuddi shu texnologiya qilgan. Ya'ni siz o'sha birga uchasiz. Pogrujение bor. Ha, ichiga kirib ketib qolasiz. O'shaning uchun u ham mana o'sha Top Gun ham go'yoki bu eski qolib ketgan, esdan chiqqan nimani qaytadan tiriltirib yubordi. Top Gun Maverick qilib. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa qilgan. Ya'ni shu ichiga kirib ketasiz. Keyin gap gapiradi. O'zi kinoni biz nega ko'ramiz? Kinoni biz mana shu hayot tashvishlarini hech bo'lmasa 2 soat unutish uchun ko'ramiz-da. Qanaqadir o'zga sayyoraga borish uchun, o'zga insonlarni taqdirini yashab ko'rish uchun, sevgi hissini tuyish uchun yoki qo'rquv hissini tuyish uchun yoki bizga hirt begona bo'lgan va bu hammasi yolg'onligini bilib turganimizda ham o'sha insonni taqdirini ko'rib yig'lash uchun ko'ramiz-da. Masalan, biror bir kinoni ko'rsangiz, oxirida qahramon o'lsa, boshqa qilsa ko'zingizdan yosh chiqadi-yu. Birinchidan siz uni umuman tanimaysiz. 2 soat oldin umuman bilmasdingiz u personaj haqida hech narsani. Keyin xo'p, mayli ko'rayotganingizda ham buni aktyor ekanligini, buni ssenariy ekanligini bilib turasiz, lekin baribir ichingizda shu nimadir bo'ladiki, siz shu kinoni ko'rib yig'laysiz-da. Kinoni ko'rishdan maqsad shu. Hayotdagi tashvishlarni, turmush tashvishlarini hech bo'lmasa 2 soatga unutish uchun. Agar siz shu kinoni ko'rib oxirida shu qahramonning o'rnida o'zingizni his qilgan bo'lsangiz, demak bu zo'r kino. Bu ishni endi biz berishardi, hindlar eng yaxshi bajarishadi. Mana to'liq unutishadi. Bu yildan boshlab hindlarning kinosiga bo'lgan qiziqish kuchaydi. Nafaqat bizda, dunyoda. G'arb madaniyati, g'arb tomoshabini hind kinosini anglashni boshladi. Ya'ni bizda rosa ko'p memlar bo'ladi-ku, ot ko'tarib otvoradi, uchayotgan samolyotni qo'li bilan to'xtatib qo'yadi. Treshga o'xshaydi-ku bu narsa, lekin bu tresh emas. Bu ular men Hindistondagi kino ijodkorlar fizika qonun qoidalarini bilmaydi deb o'ylash o'zi bir anaqa-ku, ahmoqgarchilik-ku. Ular ham hammasini prekrasno biladi. Lekin mana bunaqa narsa-da, mana hind kinosi birinchidan har xil. Biz bilgan o'sha Shohruxxon, Salmonxon, boshqalar hammasi ular Bollywood. Mana bu biz ko'radigan o'sha videolarda tarqaladigan o'sha trash deb aytadigan kinolarimiz bu ko'proq Tollywood kinolari, Telugu tilida olinadigan Hindistonni janubiy shtatlarida joylashgan kinematograf. O'tda aholi ko'pi juda kambag'al ekan, puli yo'q ekanda va hech narsasi yo'q deb bechara, na uyi bor, na kiyimi bor, na bir bilimi bor, na kelajagi bor-da. Ular o'sha bir oyda bir marta kinoteatrga borib, oxirgi puliga bilet sotib olib, o'sha ya'ni kinosi uzoq bo'ladi-ku, ularning 3 soat, 4 soat bo'ladi-ku, shu 4 soat shuni ichida yashirganda, ular shuning uchun uning ichida qo'shiqlari ham bo'ladi. U kinoga borganda tom ma'noda ma'naviy hordiq oladi-da. U birinchidan bir qiziqarli istoriyani ko'radi. Bu istoriya har doim noldan eng yuqoriga chiqish haqida bo'ladi. Ya'ni Izgiryazev knyazi deydi-ku. Har doim shu bosh qahramoni hech narsasi yo'q, nol odam bo'ladi, lekin oxirida dunyo qahramoniga aylanadi. Dunyodagi
jamiki boyliklar va jamiki go'zal ayollar uning oyog'i ostida bo'ladi. Ya'ni o'sha narsani ko'rib haligi nima-de bu nima deydi? Umid bir qanaqadir bir qanaqadir bir bilmayman endi qo'pol bo'lsa ham bir narkotikda o'sha narsani ko'rib maza qilishdi va ichida shuncha ashulalar bo'lar ekanda. Ya'ni kinoteatrga kelgan odam ham istoriyani ko'radi, ham qo'shiqlarni ko'radi, ham chiroyli raqs ko'radi. To'liq ma'naviy o'sha qanaqadir bir xordig'ini olib keyin yana shu o'zini kulbasiga qarab qaytib ketadi. Ya'ni 4 soat odam maza qilish kerak-da aka. Mana shu Bahubali ham bor-ku, u ham Tollywoodniki. Bu yil ikkinchi soni chiqqan ekan. Men lekin uni boshqa jihatdan esladimda. 3-chi chiqdimi? Boya United Soft'ni esladingiz-ku. Ular VFX qilib berishgan, yangi nimalariga ham qilishgan. Ikkinchisiga aniq 100% bilaman qilishgan. Chunki u hindistonlik o'sha rejissor kelgan. Bu zo'r voqea bo'lgan. Hindistonlik rejissorlar aka, gapingiz bo'ldi, o'zi просто joyi kelganda. Muxa degan kinosi bor, Pashsha degan, Iga. EEGA deb yoziladi, Iga degan. U kinoni bosh qahramoni Pashsha. Men treylerimi, posterimi menga tushib qolganda bosh qahramon Pashsha bo'ladi, u yoq bu yoq deganda, biling qanaqa bu junaqa ham jinnicha kino bo'lishi mumkin. Kinoni bosh qahramoni ham Pashsha bo'ladimi deganmanda, kinoni ko'rishni boshlaganmanda, aka og'zim ochilib qolib 3 soat mana shunda o'tirib ko'rganmanda, mana zo'r kino, mana chotki kino. Nima bo'ladi? Xinchi kino. Bitta yigit bo'ladi, bitta qiz yaxshi ko'radigan bo'ladi. Uni bitta mafiozi haligi qizga egalik qilmoqchi bo'lib, bosh qahramonni o'ldirib yuboradi-da. O'lgandan keyin u ana xudolarning oldida nima qiladi, pristach qiladi. Endi ularning o'zining diniy qarashlari bor-ku. Ular aytadi deydi, ularda reinkarnatsiya bor-ku, qayta tirilish. Aytadi, "Biz xohlasang deydi, seni qaytadan tiriltiramiz, reinkarnatsiya bo'ladi. Inson tanasida bo'ladigan bo'lsang, shu endi tug'ilib to o'sguningcha nechadir yil o'tadi" deydi. Yoki xohlasang dedi, biz seni sirazu qaytaramiz pashsha holatida dedi. Shunda sen pashsha holatida kelib, haligi nimani qizni qutqarasan dedi. Sevgilingizni qizni qutqarasan. Chunki yani mafioz u qizga egalik qilmoqchi bo'ladi. Keyin bu pashsha bo'lib qaytib kelib, haligi sevgan qizni qutqaradi. Oke, mana zo'r kino, atvichayi bor. Maza qilib ko'rasiz, zo'r kinoda. Men shuni ko'rganman-da, Lazga yetganman-da. Laz degan men indiyskiy kino ko'rdim, ichida zo'r grafikalar bor-edi. Pashsha haqida ekan, ichida mana bunaqa grafikalar bor ekan, vashi chotki kino ko'rgan deganman-da. Keyin Lazdan o'sha United Softda bolalar o'tirib, ikki sarvaraka aytdi, "Shu kinoni ko'ringlar" deb, ular ham ko'rishgan ekanda. Ular ham rostdan zo'r kino ekan deyishganda. Keyin haligi anaqa rejissor, Bahubalining rejissori kelganda, tanishib u yoq bu yoq qilishganda, "Mana shunaqa Bahubali degan kino bor, men u yoq bu yoq" deganda, "O'zi nima kinolar olgansiz? Mana shunaqa kinoyim bor. Muxa degan kinoyim bor" deganda, United Softdagilar, "Voy, biz sizni kinoyingizni ko'rganmiz" deyishganda, haligacha ko'zi chiqib ketgan ekanda, "Ko'rgansizlarmi rostdan" degan ekanda. "Ha, biz yaxshi ko'ramiz" deb bolalar aytib berishganda, kinoni albatta qarochi nima deb qarg'adan qochadigan joyi bor-da, o'shalarni aytib berishgan ekanda. Bitta epizodi bor-da, haligi sevgan qizni oldiga pashsha bo'lib keladi-da, endi qizni sevadi-ku, unga kelib bunda qo'nib o'tirmoqchi bo'ladi. Qiz endi bilmaydi-ku, pashshani bunda haydab yuboradi-da, keyin bunda aniq dixlofozni olib pashshaga pist qilib sepadi-da. O'sha yerda rapidda pashsha haligi yiqilib tushadi-da, undan qilib o'lishni boshlaydi. Men to'g'risini aytaman, ko'zimdan yosh chiqib ketdi ko'rganda. Endi situatsiyani qarang, sevgan qizingni oldinga kelyapsan-da, qizing seni bilmaydi-yu, seni dixlofoz bilan o'ldirib qo'yyapti-da. Shunaqangi zo'r dramatik vaziyat, ko'zimdan yosh chiqib ketgan. Ta'kidlab aytmoqchi bo'lganim, nima demoqchi edingiz? Men aytaman. Zo'r narsa mana shu demoqchi edim. Ya'ni bizni bozorimizdagi anaqalar, shu endi chet eldagi qiziqarli mana bunaqa blockbusterlarga Bahubali ham juda kasbiy filmlardan birida Hindistonda. Hindistonning eng kasbiy kinolaridan. Keyin RRR olishdi. O'tirgan. Shuni ko'rib xursand bo'ldim prosta. Ya'ni shunaqa bizni mutaxassislarimiz bu narsa ustida ishlayotganini ko'rib. Lekin Sarvar aka, nimagadir shu o'tgan safar ham pashsha to'g'risida gapiruvdingiz-da. Faqat boshqa pashsha. Ujus anu. Body horror. Bu yil qanaqa pashsha bo'ladi? Men yana shu tema ochilib o'ylab Hindistonlik pashshasi. O'zi gapirib berayotganda pashsha haqida o'tgan yil gapirib ichimdan-da. Boshqa body horror. Remake qolsalarmikin deb kutib o'tirsa, yo boshqa. Anaqa Iga degan kino ko'ringlar. Meni qiziqdim lekin. G'arb auditoriyasi qiziqyapti hindi filmlariga dedingiz-ku. Yana bitta narsa keldi, как раз yaqinda Nyu-Yorkda yangi meri Zohran Mamdanining bo'yicha uni ayasi ham hindistonlik film rejissyori-da. Uni juda mashhur qilgan filmlardan biri, adashmasam, Premalu degan film olgan. To есть eng anaqa qilgan. Ko'rmagan ekanman. Balki tarjimasida endi Maludan oldin
aniq bilmadim, balki hindchadir. Xullas, aytmoqchi bo'lgan, u ham bir turtki keyinchalikka turtki bo'lishi mumkin, chunki baribir endi u siyosatchi hozir g'arbdagi eng taniqli siyosatchilardan birida. New York yangi meri, yangi hokimi, yanvardan уже ishga kirishadi. U ham bir qiziq bir nima. O'zi bir qiziq oiladan chiqqan. O'zi ham vaqtda reply aytgan ekan. Qilmagan ish qolgan. Ha, anaqasini ham shu kompaniyasini ham jabr ajoyib qilgan ekan. Ha, anu qilgan ekan. E'lon qilishgandan keyin, o'sha g'alaba qozongandan keyin hindcha film bor-ku, Dum degan, poyga. Dumma chali, o'shanga chiqib ketdi-da xotini bilan. Qiziq bir nimalar. Xullas. O'shanga aytmoqchi bo'lgan, mana g'arb tomoshabini ham qiziqyapti va g'arb tomoshabini o'sha narsalarni qabul qilishni boshladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, Gollivud kinosida mana Superman osmonga uchib ketib, ko'zidan lazer chiqarganini biz qabul qilamiz-ku. Nega biror bir hind qahramoni uchayotgan vertolyotni qo'li bilan urib sindirib tashlashini qabul qilmasligimiz kerak? Nega bo'lishi mumkin-da? Kino-ku, razlicheniya-ku. Shunday, masalan, uni ham qabul qilish kerak. O'z qurilish montaj tashkiloti buxgalteri Sodiqjon Qurbonovni dunyoda birinchi bo'lib Marsga uchgan. Birinchi o'zbek kosmonavti. Anaqani uzoq yillik ta'siri bor-da, misol uchun o'lchovlarni olib kirib olish eng qiyini-ku, boshida misol uchun olamni tushuntirib olishingiz. Gollivud anchadan beri qilyapti bu narsani, odamlarning mantiq konstruktlari bor u narsa haqida-da. Anaqada bu tomon endi yangi ochilayotgan narsa bo'lgani uchun sal boshida baribir mantiq anaqalarga to'g'ri kelmay qolishi mumkin bo'lsa kerak-da. Yana nima kinolar ko'rdingiz? O'zi o'tgan yili bir 300 tami shunaqa ko'rdim Yo'q, men har yil taxminan 300 ta kino ko'raman, chunki endi meni kasbim shu. Har yil bitta kino, har kun deyarli bitta kino ko'raman-da. Endi qaysidir kunlari ko'ramay qolishim mumkin, lekin shu uyga bitta kino ko'rib qo'yish bor. Bu yil ko'rgan kinolarim ichida eng yoqqani, menimcha bu bo'lajak Oskar mukofotida ham eng ko'proq favorit bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Bu Paul Thomas Andersonning Bitva za bitva kinosi. Viva la revolution! Viva la revolution degan Leonardo DiCaprio, Sean Penn va Benicio del Toro bosh rollarni ijro etishgan. Benicio del Toro endi bosh rol emas, uniki kichkinarog'i, u ikkalasini. Vot, juda ham yaxshi film. Faqat bu filmni tushunish kerak. Menimcha 30 yoshdan katta odamlar ko'rish kerak deb o'ylayman. Yoshlarga uncha qiziq bo'lmasligi kerak, zerikib qolishi mumkin. Bu filmchi bilasizmi qanaqa? O'zi mana Paul Thomas Anderson zo'r rejissyor. U Cannes, Venetsiya va Berlin festivalida eng yaxshi rejissura uchun priz olgan dunyodagi yagona rejissyor. Unaqa rejissyor tarixda hech qachon bo'lmagan. Aynan eng yaxshi rejissyorni olgan. Glavniy prizni emas, chunki glavniy prizni olganlar bor-da, masalan, Panaxida va shu 4 ta. Lakarnoda ham olgan. Kstati, u ham bu yil yaxshi film oldi. Простая случайность. Ha, bizga hali yetib kelmadi, afsuski ko'rolmadim, lekin juda ham kutdim. Bechorani yana Erondan chiqmaydigan qilib qo'yishibdi o'sha film uchun. Bo'lishi mumkin. O'zi umuman kino olishga haqqi yo'q-ku, 20 yilga kino olish davlat tomonidan taqiqlangan odamga qaytib boraman deyapti. Mard lekin shu o'ziga besh ketaman, qo'rqmaydi hech narsadan. Alohida vyupsk ham bor Sarvar aka. O'shani ham ko'rish kerak. Kino tavsiyada ko'ringlar. Panax haqida alohida gapirganman. Endi Paul Thomas Anderson mana qaysi kinolarni olgan? Neft degan kinosi bor. Juda ham zo'r kino. Magnolia degan kinosi bor. Tom Cruise o'ynagan, u yerda ham juda ham yaxshi film. Keyin Lakrichная pizza degan kino oldi. Prizlichная nit degan kino oldi. O'sha oxirgi yillarda keyin Master degan kinosi bor. Joaquin Phoenix bilan Philip Seymour Hoffman o'ynagan. U ham juda ham yaxshi kino. Ko'rish kerak. Vot, shu odam Bitva za bitva degan kino oldi. Bu kinochi bilasizmi nima? Rejissor David Fincher zo'r gapi bor-da. 35 yoshdan keyin haqiqat qolmaydi, shunchaki yolg'onni turli darajalari qoladi xolos deganda. Men u gapni bir 10 yil oldin birinchi marta o'qiganimda tushunmagandim. Keyin yoshim rostdan 35 dan o'tgandan keyin tushundim. İşte rostdan o'zi bu dunyoda haqiqat yo'q ekan, shunchaki yolg'onni har xil darajalari bor ekan. Hammani o'zini haqiqati bor. Sizning haqiqatingiz menga yolg'on, meni haqiqatim sizga yolg'on. I tak dalay davom ettirar ekan. Bu film mana shu gapni juda ham yaxshi illyustratsiyasi deb qabul qildim. Mabodo ko'rmagan bo'lsanglar, syujetini aytib berganimdan ham foydasi yo'q-da. Bu kinoni prosta ko'rish kerak. Sal kattaroq 2,5 soatcha kino. Iloji bo'lsa hamma ishni yig'ishtirib ko'rib, men bugungi o'sha vecherimni mana shu kinoga bag'ishlayman deyish kerak edi. DiCaprioning ajoyib ijrosi, Sean Pennning undan-da ajoyib ijrosi va Benicio del Toroning prosta hammasini yorib yuborgan ijrosi uchun hech bo'lmasa ko'rish kerak. Kino
anaqa haqida ani leviylar praviylar bo'ladi-ku, mana u ham shu hech qanaqa bir urush haqida konkret aytilmaydi. Shunchaki bir guruh anaqa подпольный revolyutsionerlar bo'ladi. O'tda Leonardo DiCaprio bo'ladi va uni bir sevgilisi bo'ladi. Endi xotini desak bo'ladi. Endi bilmayman, zaksdan o'tganmi yo'qmi, yo'larni ko'rsatilmagan. Ishqilib birga yashaydigan bo'ladi. Qora tanli bir xonanda bu rolni ijro qilgan. Sean Penn general bo'ladi, ularning orqasidan poylab yuradigan. Taqdir taqozosi bilan shunaqa bo'ladiki, Sean Penn Leonardo DiCaprioning o'sha ayoli bilan birga bo'lib qoladi-da. Oradan 15 yil vaqt o'tgandan keyin уже Leonardo DiCaprioning farzandi bo'ladi, qizi bo'ladi, ko'p-katta, xotini yo'q bo'lib qolgan bo'ladi, qochib ketgan bo'ladi. Sean Penn haligini qidirib keladi. Va kinoni ko'rsangizchi, mana hamma iflosda bu dunyoda. Mana bironta nima deydi, yaxshi odam yo'q. Hamma faqat o'zini o'ylaydi. Hamma faqat o'zini shaxsiy manfaatlarini birinchi planga qo'yib harakat qiladi. Mana shu narsa haqida Amerika jamiyatidagi qanaqadir bir kayfiyatlarni o'zgarishlarni ham ko'rsatgan va qanaqadir bir verxushkada o'tirgan odamlar biz o'ylaganchalik aqlli emasligi, aslida ular ham xuddi o'zini maqsadini oldinga qo'yib harakat qilishlarini, boshqa narsalarni juda ham zo'r ko'rsatgan, lekin shu bilan birga bu komediya. Ana bir qanaqadir chirnuxaga tushib ketib qolib, bir qanaqadir odamda aqllilik qilib qilmaganda, shunchaki komediya qilganda hamma faqat o'zini o'ylashini ko'rsatgan. Zo'r kino. Meni joyini ko'rdim, boya bolalarga berayotgandim. O'sha nimani ushashgan, Leonardo DiCaprioni ushashganda, keyin ismingiz aytingchi, Batman dedi. Peter Parker. Peter Parker. Как вас зовут? Peter, familiyasi Parker. Вас зовут Peter Parker. Da, dedi. Bechara zo'r o'ynagan. DiCaprio zo'r o'ynagan. To'g'ri, qaysidir ma'noda Jeff Bridgesga o'xshagan joylari bor, aniq Большой Lebowski. Ha, shunga o'xshash. Lekin baribir zo'r o'ynaganda. Don't Look Up'ga o'xshab kulishdi u safar ham qanaqadir. Bor, politik satira joylari ham bor. Mana shu film juda ham yoqdi menga. Mana shu bu yilning eng yoqqan filmlaridan. Oscarga asosiy da'vogar bo'ldi. Keyin Norvegiya bilan Daniya ijodkorlari tomonidan Gadkaya sestra degan film olinibdi. U filmni prям ruh bor yozgan. Boya o'shami? O'sha. Bu filmni nima deydi, ani случайно ko'rib qoldim, gap ochig'i. O'tgan gal substansiya haqida ko'p gapirdim-ku. Substansiya yoqdi, chunki body horror yaxshi ko'raman, u yo'q deb aytdim. Bu film chiqdi-da, ana тоже хотела стать лучшей версией себя deb yozib qo'ygan ekanda, anaqasida kichkina qilib loglaynida. Substansiya ham loglayni shunaqa edi. Lekin to'xtadim-da, bundoq kirsam, nimaga yoqdi bu kino? Bu ham body horror ozgina, lekin jab body horrorga berilib ketmagan. Bu Zolushka haqidagi ertak bor-ku, Kloyim deymizmi o'zbekchasiga yoki Zolushka deymi, farqi yo'q. O'sha Zolushkani dekonstruksiya qilgan ertakni. Ya'ni qanaqa qilgan? Mana dekonstruksiya biror bir janrni olib turib yoki biror bir qanaqadir voqeani, hamma biladigan bir qanaqadir istoriyani olib, unga yangicha nigoh bilan yondashdi. Bu yerda nima qilgan? Zolushka hikoyasini, ertagini biz har doim o'qiganda Zolushka pozitsiyasidan o'qiganmiz-ku. U Zolushka pozitsiyasidan emas, ertakni mana bilasizlar, Zolushka bo'ladi, uni machihasi bo'ladi va uning ikkita qizi bo'ladi-ku. O'sha ikkita qizini katta qizini pozitsiyasidan hikoyani tugagan. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Bir ayol ikkita qizi bilan bir odamga turmushga chiqadi, erga tegadi, uni ham katta qizi bo'ladi. Ya'ni yosh katta, hammasi bir 50 ga kirgan. Haligi odam turib birinchi yig'ilishni o'zida yuragini ushiydi, yiqilib o'lib qoladi. O'lgandan keyin kelishadi, bu odamning palon qarzlari bor edi, u yo'q bu yo'q deyshadi. Hamma pullarini, qarzlarini olib qolib, uydan boshqa hech narsasi qolmaydi. O'zi ma'mu machihi, bu o'zi bir iflos ayol bo'ladi. Uni maqsadi shu haligi boy odamga tegib olib, tinchgina yashash bo'ladi. Endi bo'ldi, o'ldi. Uydan boshqa hech balosi yo'q. O'zining ikkita qizi bor va o'lgan nimani o'lgan, o'gay qizi bor, Zolushka. Mana Zolushkani ham biz har doim bir spo yaxshi qilib tushunganmiz-ku. O'tda ham Zolushka u odam, tirik odam, o'zining xarakteri bor, o'zining xato va kamchiliklari bor. Zolushka bo'ladi. Zolushka qarochi o'sha otboqar bilan don olishib yuradigan bo'ladi. Uni ushab oladi-da, chiqib sharmanda qiladi. Mana bu deydi, fohisha deydi, men otboqar bilan yurgan ekan, yo'q deydi. Keyin shundan keyin Zolushkani uyda nima qilib qo'ygan bo'ladi? Cho'r qilib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni unga ham оправданиясini topganda, uyda постоянно ishlab nimadirlar qilib yuradigan bo'ladi. Keyin shu paytda xabar tarqaydi, Shahzoda uylanmoqchi, tam yil oxirida bal bo'ladi. Shuncha butun anaqa mana shu Koreysistamiz bo'yicha, shu grafikni endi nima deydigan bo'lsa, shu bo'yicha o'ziga qiz tanlaydi deydi. Haligi xotni borib, kichkina qizi hali kichkina bo'ladi, anaqa turmushga chiqadigan yoshda bo'lmaydi. Katta qiziga sen shunga erga tegishing kerak, bu bizning yagona shartimiz
sen shunga yerga tegsang biz normalniy yashaymiz deb turib haligini nima qilishni boshlaydi, kelinligiga tayyorlaydida. Endi voqea bu skaska. O'ylayapsizmi, o'rta asrda plastik operatsiya qanaqa bo'lishi mumkin? Borib doktorga burnini urib sindirib kichkinalashtiradi, qanaqadir ko'ziga narsalarni tiqib kiprik qildirtiradi, sal semizroq bo'ladi-da, sen ozishing kerak deb turib unga qanaqadir bitta lichinka ichirtiradi, uning ichida anaqa paydo bo'ladi, ana glistimi nima deydi, o'sha qurt paydo bo'lib turib u ozishni boshlaydi. O'zi mana Zolushkani originalni ertagini o'qimaganmisizlar mabodo? Yo'q, men o'qimadim. Mana ertaklar bilasizlarmi? Ko'rgan. Yildan yilga o'tgan sari nima qilib boshlanadi? Nima deydi ana bir? O'zgaradi, interpretatsiyasi bo'ladi. O'zgarib, yaxshilanishni boshlaydi. Ya'ni har bir jamiyatdagi o'sha paytdagi axloqqa to'g'ri kelishni boshlaydi. Men bolaligimda uyimda Сказка братьев Гримм degan kitobim bo'lardi-da. U erkak kitoblar o'zi ichida mana rasmlar, qanaqadir katta shriftda yozilgan bo'ladi. U pram mayda shriftda yozilgan bir qalin kitob edi. Men o'shanda birinchi marta Kuloyimni o'qiganman. O'zi Kuloyim Zolushka ko'proq Sharl Perro yozgan varianti tarqagan, lekin original birinchisini aka-uka Grimm yozgan, Sharl Perrodan 100 yil oldin. Va o'sha yerda o'qiganimda men shokka tushgandim. Bu original aka-uka Grimm qanaqa yozgan bo'lsa, shuni tarjimasi ekanda. Bu kitob o'zi ertak kitob nima bo'lgan ekan? Nima deydi ana shu katta yoshdagi odamlarga mo'ljallangan kitob. Biz ertaklar shunaqa bo'lgan hammasi. Ya'ni bu yerda ana senzuralashgan sal nima deydi, yaxshilangan varianti emas, prям жесткий varianti bo'lgan ekanda. Ertakni oxiri nima bilan tugardi? Mana Zolushka shahzoda qidirib yuradi-ku Zolushkani. Haligi tufli oyog'i to'g'ri kelish kerak bo'ladi-yu. Oyog'i to'g'ri kelmaganligi uchun haligi machixani qizlari oyog'ini kesib, haligi nimaga sig'dirmoqchi bo'ldi deydi-da. Ertakda shunaqa yozilgan. Keyin oxirida Zolushka erga teggandan keyin qarg'alar kelib turib, machixa va uni ikkita qizini ko'zini cho'qib oldi deb tugaydi-da ertak. Ya'ni mana shunaqa strashniy ertak-da. O'sha ertakni boricha ekranizatsiya qilgan. Jayinda qarg'a ko'zini cho'qib tashlamaydi-yu, lekin prям Zolushkani haligi opasi nimaga xrustalniy tufliga oyog'i to'g'ri kelish uchun boltani olib turib oyog'ini chopadi-da. Muhrana kinolik yo'q-sizda siz. Qanaqadir sovuq, dahshatli reallikka o'xshagan anaqa. Lekin mana sizlarga maslahat beraman. Mana haqiqatan dekonstruksiya qanaqa bo'lishini ko'rmoqchi bo'lsanglar, o'sha kinoni ko'ringlar. Mana prям kinoning bitta qismini tushunishga yordam beradi. Ha, o'z vashi dekonstruksiya, san'atdagi dekonstruksiya qanaqa bo'lishini tushunish uchun ham yordam beradi-da. O'sha bizni bilgan, har doim ko'rgan ertagimizga boshqacha yondashganda, o'zi umuman bosh qahramon qilib machixani qizini olishini o'zi katta narsa-da. Va qiziq versiya. Ani chopadi deganlarim javnaqa yavni ko'rsatmagan. Ko'ra olasiz baribir kinoni. Boshqa kinolar ham bordir. Tinchdan ro'yxatni o'qing. Shu film juda ham yoqdi. Daniya va Norvegiya tomonidan olingan va Bugoniya degan film chiqdi. Bugoniya haqida ham alohida Lantimos haqida gapirgan edik. U payt lekin afsuski hali kino chiqmagandi, ko'rmagandim. Chiqishi bilan kinoteatrga borib tushib ko'rdim. Bu yil o'zi Lantimos ikkita kinosi chiqdi. Birinchi kinosi yil boshida chiqdi, uncha yoqmagandi-da. Lantimos ham salg'alatro kino olib qo'yibdi dedim. Bugoniya lekin menga rosa yoqdi. Birinchi kino qaysi edi? Yil boshida chiqqan? Eslamadingizmi? Nomi sal qiyinroq edi. Qo'yib yuboramiz undan. Nomi sal qiyinroq edi. U ana nima edi? 3 ta nimadan voqeadan iborat kinoalmanaq sifat bir narsa qilgan edi. U yerda ham Jesse Plemons o'ynagan, anaqa Emma Stone. Video Dobrati, to'g'ri. Вот. U uncha qiziqtirmagandi, lekin Bugoniya yoqdi. Agar mabodo ko'rmagan bo'lsangiz, Bugoniya уже rasmiy ravishda platformalarga chiqib bo'ldi. Rasmiy ravishda platformalarda ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham bir ajoyib yaxshi film bo'lgan. Men shu Lantimos haqida bitta gap aytmoqchi edim-da. Hozir misol uchun kinoni kimdir ko'radigan bo'lsa, menimcha sizni Lantimos haqidagi soningizni bitta ko'rib olish kerak kino ko'rishdan oldin. Chunki o'zimiz reklama qilyapmiz. Bu yo chin ko'ngildan tavsiya, reklamadan tashqari, chunki menda shunaqa bo'luvdiki, anaqada bundan oldingi Emma Stone bilan ishlangan kino bordi-ku. Nomi nima edi? Bechoralar. O'sha kinoni ko'rganimda, masalan, men umuman bir kino haqidagi tasavvurlarimni boshqatdan anaqa silkitib tashlagandi-da shu kino. Ya'ni nima bo'lyapti o'zi, bu qanaqa janr deyapman, kinomi bu o'zi, ya'ni masalan san'at haqidagi bir katta boshqa qirrani ochadigan rejissyorlardan biri va u haqidagi bir tasavvurlarni shakllantirib olsa, Sarvar aka qilgan anaqa
kino tavsiya. Keyin ko'rilsa menimcha ancha boshqacha ko'rilsa kerak kino deb o'ylayman-da. Haqiqatan ham men keyin bu kinoni ko'rib Sarvar aka sonlarni ko'rganimdan keyin sal bir umumiy anaqalarim paydo bo'lishni boshladi. Ya'ni bu narsa boya aytganimizdek bu grek jamiyati bilan juda bog'liq bo'lgan, umumiy anaqa bir kontekstga ega va zamon talablaridan kelib chiqib bir shakllangan alohida bir oqimligini bu narsada bizga g'alati tuyulayotgan narsalar qaysidir rakursdan qaraganda juda bir tabiiy tushunarli tuyulishini anglab olish uchun ham kerak menimcha. Avval kino tavsiyani o'sha sonini ko'rib, keyin mana Lantimos kinolari ko'rilsa deymanda. Bugun yana agar mabodo ko'rmagan bo'lsangiz ko'ringlar. To'g'ri boshlari sal zerikarliroq tuyulishi mumkin, lekin mana bir 15 minutini ham o'tkazib ko'rilsanglar, to есть o'tkazib olmasdan, ya'ni chidab shu zerikarli tuyulgan joylarni chidab ko'rsanglar, u yog'iga juda ham qiziqarli bo'lib ketadi. Oxirigacha nima bo'lar ekan deb ko'rasiz va oxiri вообще zo'r. Men spoiler qilmayman, чтобы o'sha oladigan taassurotingiz yo'qolmasligi uchun. Bunaqa final kinoda juda kamdan kam holatda uchraydi. U finalni ko'rgandan keyin tushunasizlar-da. Bunaqa final sanoqli, bilmayman, bo'lgan bo'lsa butun kino tarixida 2 yoki 3 marta bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin juda ham yaxshi. Va Lantimos o'zi ham qanaqadir bir istisnoroq rejissyor bor, juda boshqacha. Noyob. Ke bu yil ko'rgan yana bitta juda o'zimga yoqqan film 24-yilda chiqdi, lekin men 25-yilda ko'rdim, 24 oxirlarida chiqdi. Присутствие degan kino. Bu ham haqida ham gapirdik, adashmasam shu gazeta o'zi birinchi sonlaridan birida gapirdik bu haqida. Присутствие deb nomlanadigan film ruscha tarjimada, inglizchada bilmayman qanaqaligini. Bu film mana bundan ham boshqacha yo'nalish qilganda nimasi aytmoqchi bo'lganim, mana ko'p kinolar bor, mana oila bitta uyga ko'chib keladi, uyda arvoh bo'ladi-ku. Ke arvohdan deb bo'lib qo'rqib qochib yurishadi. Bu millionta kinoda ko'rganmiz. Zaklятие, Astral, Balobatlarlar hammasi. Bu kino ham shu haqida-da, lekin kino arvoh nuqtai nazaridan hikoya qilinadi. Butun kino xuddiki mana mashxonada arvoh turibdi mana burchakda, bizga ko'ryapti-da, bizani kuzatyapti. Biz uni ko'rmaymiz, biz u bilan gaplasha olmaymiz, u ham biz bilan jabr gaplashib tasha olmaydi, lekin uni o'sha присутствие mavjudligini qaysidir odamlar sezadi. O'sha oila ko'chib keladi, oilada er-xotin, o'g'il-qiz bo'ladi. Qiz o'sha arvohni sezadi-da, lekin u ham ko'rmaydi-da. Shu unda turganda orqasiga qarab xuddi kimdir borday deb o'zini sezadigan bo'ladi-da. Va to'liq film boshdan oxirigacha xuddi arvohni ko'zi bilan ko'rsatgan. Ya'ni epizod mana ko'zingiz bilan ko'rsangiz, mana bitta общий planda ko'rasiz-ku, shunaqa qilib bo'lgan. Bir mana shunaqa epizoddan bir 80-90 ta bo'lsa kerak. Buni ham oxiri lekin zo'r tugagan. Mana oxirida hamma puzzle yig'ilib toq qilib joyiga tushadi. Mana nimaga bunaqa bo'lgan ekan deysiz-da. Shu присутствие degan kinoni ham tavsiya qilgan bo'lardim. Tavsiya qilib o'tganingizda menga ham esimga tushib ketdi. Nicole Kidman o'ynagan Drugiy. Endi Drugiyda baribir men oilani pozitsiyasidan ko'rsatgan, u arvoh pozitsiyasidan ko'rsatganda juda ham ajoyib film. Bu film haqida adashmasam biz bir kadrda tasvirga olingan yo'q, Soderberg haqida gapirganda. Soderberg deydi bu. Men adashtirman deyman. Bu bir kadrda tasvirga bir kadrda olinmagan, yo'q. Tushunarli. Steven Soderberg haqida ham bitta epizod bitta kadrda olingan, lekin u kadrlar bo'linadi, o'zgaradi, boshqa qiladi. Lekin bir epizod bitta kadr. Bu ham bir alohida priyon. Один эпизод, один kadr degan o'shanaqa qilib olingan. Soderberg haqidagi sonimizni ham o'tib ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Keyin yana qaysi kinolar chiqdi? 2020 men ko'rgan kinolarim Greshniki degan ujus chiqdi. Yaxshi ujus, u ham Zakata до рассвета degan film bo'lardi. Tarantino ssenariysini yozgan, Robert Rodriguez olgan. Xuddi shunga o'xshaydi. Qaysidir joylari u ham shu vampirlar bilan bog'liq, u yo'q bu yoq. Keyin Одно целое degan yana bitta noyob ujus chiqdi. Uni ham ko'rib qo'yinglar xohlasanglar. Bu ham body horror ozgina. Keyin Хищник ikkita film chiqdi bu yil. Planeta смерти blockbuster va Хищник убийца degan multfilmi chiqdi. Компаньон degan filmni ko'rdim bu yil. Sun'iy intellekt haqidagi bir yaxshi komediya emas, shu komediya bilan horror aralashgan yaxshi film u ham. Keyin Орудие degan film chiqdi. Yaxshi film. Mabodo ko'rmagan bo'lsanglar, Mickey 17 Pak Chan-wook kinosi. Yo'q. Ko'rmadinglar? Ko'rish kerak. Men ko'rmadim. Robert Pattinson o'ynagan. Robert Pattinson Pak Chan-wookda o'ynagan. U ham lekin juda ham yaxshi, siyosiy satira joylari bor. Pak Chan-wook oldindan sezgan holda bo'lsa kerak. Mana shu yilning boshida Donald Trump bilan Elon Musk kelasi bir oshqatuv bo'lib bir narsalar qilishdi-ku. O'tda Mark Ruffalo bitta rol o'ynagan, shu Donald Trump bilan
Elon Musk ikkalasini qo'shib bir qanaqadir obraz yaratganda o'zi bilmagan holda, chunki film bari oldinroq olinadi-yu, to chiqquncha baribir 2 yil vaqt o'tadi-da. Jim bo'lib bu fantastika bo'lgandan keyin kosmos bilan bog'liq grafikalari juda ham ko'p, lekin antiqa juda ham yaxshi film bo'lgan, такой черный yumor bo'lgan. Konklav degan kino chiqdi, ko'rdinglarmi yo'qmi? Konklav o'ynagan. Undan oldingi yil chiqmaganmidi Konklav? Men Konklavni oxirigacha ko'ra olmadim. Bir yarmicha ko'rdim adashmasam, lekin tugatib qo'ymadim ma'lum sabablar bilan. Lekin 2024 yoki 25 mi? Balki 24 chiqqandir, yil oxirida chiqqan. Shunaqa bo'lishi kerak. Yangi Rim papasini saylash kerak bo'ladi. Oskarda bor edi-da. Bu yil ham yangi nimasi saylab anaqa qilishdi-yu, o'shanga. O'sha juda timing ko'payib ketdi. Hazillashib anaqalar kardinallar tayyorlanish uchun konklav ko'rib o'tirishibdi. Haqiqatan ham, chunki bu qanaqadir bir yarim haqiqat gap bo'ldi-da, chunki juda ko'p kardinallar Rim papasi almashgani, boshqa narsalarni jarayonlar yo ko'rganiga ancha bo'lgan, yo ba'zilari ko'rmagan. Chunki Rim papa o'lguncha bo'ladi-ku. Bitta aylansa 10-15 yillab bo'lishi mumkin. O'shaning uchun marosimlarni tushunib olish uchun kinoni ko'rishdi-da, keyin boshqa yerda borib bari qilar ekan qilishdi. Brutalist degan kino chiqdi bu yil. Adrian Brody o'ynagan. Bir 4 soatlik kino, og'ir kino, lekin men u kinoni ko'ribchi xuddi bir roman o'qigandek bo'ldim. O'zi bir xil filmlar bo'ladi, ko'rsangizchi, ana bir 300 betlik qalin roman o'qigandek bo'lasiz. Bu film ham shunaqa. Brutalist. Keyin Drop degan film chiqdi, thriller. Juda ham yaxshi thriller, texnologik thriller. Mabodo ko'rmagan bo'lsanglar, bir ayol uchrashuvga chiqadi. Menga qaramasangiz ham bo'ladi, barchasini ko'raman. Ya o'zi mana shu narsani aytib qo'yaylik-da, masalan, biz hozir baribir ko'proq sizdan tavsiya olib keyin kino ko'rishadi-yu, o'shalar qatoriga yaqinroqmizda, biz tavsiya qilamiz. Men ozgina aytib ketyapman-da. Cho'rni yumor ko'rmoqchi bo'lsanglar, Mickey 17 ni ko'ringlar. Bir qanaqadir jiddiy drama ko'raman desanglar, Konklav bilan Brutalist ko'ringlar. Faqat Brutalist shu aytganimdek og'ir kino. Drop juda ham yaxshi, такой yengil thriller. Film na вечер maza qilib ko'rsa bo'ladigan. Keyin men bolaligimda Golый pistolet degan film bo'lardi. Yaqinda qaysidir bitta jurnal 20-chi, yo'q, umuman kino tarixidagi eng yaxshi komediya deb e'tirof etilibdi. Men qo'shilaman u narsaga, chunki haqiqatan juda ham zo'r komediya. To'g'ri, qanaqadir hazillari bachkanaroq, boshqaroq bo'lishi mumkindir. Men eskisini Leslie Nielsendan aytaman. Lekin-chi u kinoni har bir kadrida yumor bor-da. O'sha ikkita odam gaplashib o'tirganda ikkinchi planlarida ham yumor bor-da. Ikkinchi planda ham nimadir hazillar bo'layotgan bo'ladi-da. Va men kinoni ichidan biladigan odam sifatida, ijodkor sifatida bu nihoyatda syomkasi qiyin bo'lganini ham tushunaman-da. Chunki u kinoni shunaqangi zo'r xoreografiyalari bor. Ana bundoq qilib o'girilganda qo'lidan bir narsa uchib ketib, borib sizni poqitib suvingizga tegadi, suvingiz sachrab turib, sizni peshonangizga tegadi, bir narsalar bo'ladi. Bu nihoyatda murakkab. Hollywoodda bu. Nihoyatda murakkab va bu 90-mi, 80-chi yillarda olingan, u payt grafika ham bo'lmaganda, bu hammasi, ya'ni praktik anaqa bo'lganda, priyom bo'lganda. Shuning uchun bu juda ham zo'r film. Shuni remake chiqdi. Liam Neeson o'ynagan, ko'rdim. Pamela Anderson bilan o'ynagan. Yomon emas, yaxshi komediya. Kechadagi tushganda shu o'zim tengi yosh kattalar hamcha shu Golый pistoletni ko'rib qolsa bo'lgan odamlar edi. Ko'rdik, yomon bo'lmadi. Gravity Skrishi degan yaxshi komediya chiqdi. Dramatik komediya, anaqa Kirsten Dunst o'ynagan va Channing Tatum o'ynagan. Real bo'lgan voqealar asosida ekan, bir o'g'ri haqida hikoya qiladi. Yaxshi kino bo'lgan. Keyin Dolgaya прогулка degan film olindi, Stephen King asari asosida, lekin bu horror emas, bu thriller. Men maza qilib ko'rdim. Juda ham yaxshi, qanaqadir bir to'g'ri qadriyatlarni ilgari suradigan yaxshi film. Mana shu insoniylik, odamiylik haqida hikoya qiladi, lekin formasi qiziqarli. Ya'ni qanaqa kelajak, qanaqadir post apokalipsga sal yaqinroq zamon, post apokalips emas u. Har yil o'yin bo'ladigan bo'ladi. 100 ta odam yurish kerak bo'ladi. 3 kilometr tezlikdan pastga uchib ketmagan holda yurish kerak bo'ladi. Kim to'xtab qolsa, harbiylar orqada tanklar bilan yurib otib tashlaydigan bo'ladi. Oxiri bitta tirik qolgan odamga pul mukofoti beriladigan bo'ladi. Ya'ni mana anaqa bor-ku, испыхнет пламя-chi. Голодные игры. Голодные игры. Ana Голодные игры ham shunaqa-ku, kelajak qanaqadir o'yin, o'lim, butun anaqa tekshira tomosha qiladi. Xuddi shunaqa mavzudagi bir film, lekin juda ham yaxshi film. Keyin Pойман с поличными degan kino chiqdi. Aronofskiyning kinosi. Bu boyvik, biroz komediya, lekin bitta ikkita dramatik sahnalari ham bor. O'zi Aronofskiyni yaxshi ko'raman. Requiem по мечте olgan rejissor, ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Orzular marsiyasi. O'sha kinoni olgan rejissor. Mamani olgan,
Noyni olgan, oxirat haqidagi Nuh payg'ambar haqidagi Noy kinosini olgan. Вот, shu filmni ham ko'rdim. Balerina bilan Nikto 2 ham chiqdi. Nikto 2 chiqdi, Balerina chiqdi va Жизнь-Чака degan film ham chiqdi. Anaqa Loki o'ynagan. Buni ham ko'rib qo'yinglar, yomon kino emas. Жизнь-Чака такой необычный kino. Bu ham Stephen King asari asosida. O'zi mana 3 ta bo'limda kino, 1-2, 3 bo'limda 3 dan boshlanib 2 ni ko'rsatib, keyin 1 ga o'tadi. Такой Reverse. qiziq, интересный kino. Multfilmlardan Поток degan multik chiqdi, Oskar oldi. Ha. Juda ham yaxshi multik. Головоломка 2, Elio, Zveropoezd degan multik chiqdi. Zveropoezd. O'shaga tushdim. Uni ham o'g'lim mazza qilib ko'rdi. Shu yosh bolalarga mo'ljallangan. Juda yoqdi. Zveropolis 2 ni ko'rdi va Плохие парни 2 degan multik chiqdi. Endi Плохие парни 2 sal yosh kattaroqlarga mo'ljallangan multik, qanaqadir bir farsajli multvarianti deyman men. Вот, seriallardan bu yil dokumentalniy serial ko'rdim, Mr. Scorsese degan. Kino ishlab chiqarish haqida 2 ta serial chiqdi, kinostudiya bilan franshiza. Mabodo qaysi birini ko'raman, o'zim men ikkalasini ham maslahat beraman, kinoga qiziqsanglar, lekin bittasini ko'radigan bo'lsa, kinostudiyani ko'ringlar. Emmida rosa ko'p mukofot oldi. Eng yaxshi komediyaviy serial bo'ldi, eng yaxshi ssenariy, eng yaxshi rejissuralarga ham oldi. Kinoni ichidan ko'rsatgan, juda ham zo'r. Kinoga qiziqsanglar, обязательно ko'ringlar. Zo'r serial, mazza qilib ko'rasizlar. Daragusha degan serial chiqdi, mini serial, 4-5 qismdan iborat. Bitta qiz bo'ladi. Hamma joniga tegib ketadi, hech kim bir tingni olmaydigan bo'ladi. Oxiri bittasini o'ldirib qo'yadi, ya'ni jahlda asab buzilib o'ldirib qo'yadi. Keyin qarasa, ertasi kuni indiniga hech kim politsiya oldiga kelmayapti, hech kim uligini bilmayapti, chunki tasodifan o'ldirgan, hech qanaqa motiv yo'q. Keyin u qiz sekin tomi ketadi, o'ziga yoqmagan odamlarni o'ldirishni boshlaydi. Daragusha degan bir ajoyib Huluning seriali edi, adashmasam. Va albatta bu yilning eng zo'r seriali menimcha Переходный возраст. Shu haqida sal ko'proq gapirsak. U haqida o'zi bir alohida sonimiz ham bor edi. Bu serial birinchidan o'zi 4 tagina seriya, har bitta seriyasi bitta planda olingan. Bu juda ham murakkab, bitta planda o'ylayapsizmi 40 minut, 50 minut to'xtamasdan serial qilish, yana uning ichida kamera tinmay harakat qiladi. O'ta murakkab. Juda murakkab, syomka jihatdan juda murakkab va dramaturgiyasi ham yaxshi. Xullas, nima bo'ladi? Spoiler qilmayman, faqat boshini aytaman. Faraz qiling, uyda uxlayotdingiz, ertalab buf qildi, uyingizni buzib militsionerlar keldida, xonasida uxlayotgan 11 yashar bolangizni qo'liga narushnik taqib olib chiqib ketishdi. Siz otasiz, onasiz, nima bo'layotganini tushunmayapsiz. "Oy, nima bo'lyapti?" deb orqasidan bordingiz, haligi anaqa militsiya mahkamasiga. Militsionerlar aytibdi, "Xullas, sizni o'g'lingiz kecha bir sinfdoshini o'ldirgan" deyapti. Bolangiz 12-13 yosh bola-da, yosh bola. Siz shokdasiz. Rostdanmi yo'qmi? Bolam aybdormi, aybdor emasmi? Nima bo'lyapti o'zi? Qanaqa qilib 11-12 yashar bola sinfdoshini o'ldirishi mumkin, pichoqlab o'ldirgan bo'lishi mumkin. Mana shu narsa haqida juda ham zo'r serial. Zo'r, menga ham juda yoqdi. Zamonaviy o'sha bullying, maktablarda bolalar bir-birini nima qilishi, kalaka mazax. Shu mavzularga qaratilgan, boshqa qilingan juda ham zo'r serial. Yana bitta qo'shimcha qilaman. Shu bo'yicha menga yoqqan tomonlardan biri, endi ya'ni mavzuni ochib bergan, men hozirgi ota-onalar deylik avlodi o'zini farzandi nima bilan shug'ullanayotganligi, nimani ko'rayotganligi va qanaqa muloqot qilishini umuman tushunmaslik ko'rsatib berilganda, ma'lum bir joylarda o'sha tergovlarda ham kerak bo'lsa, o'sha aynan tergov ketayotgan paytda u stiker qo'ygan ekan, bu normal, u bir-biri bilan do'st bo'lsa kerak bo'lsa, "Yo, dada, sen tushunmayapsan, u unaqa emas" deb bolasi tushuntirib beradi-da tergovchiga. Ya'ni stiker qo'ygan bo'ladi, serdechka stiker bor-ku, ko'k serdechka bo'ladi-da. Bizga endi farqi yo'q-ku, serdechka desa biz like tushunamiz-ku. U ma'nosi bor ekan-da. U ko'k serdechka bo'lsa, u boshqa ma'noni berar ekan. Qanaqadir mana shunaqa momentlari bor-da. Aynan o'sha hozir yosh avlodda o'zi orasidagi nima slenglar, har xil narsada. Endi menga yoqqan tomonlaridan biri aktyorskiy masтерство вообще dahshat. Yosh bola ham вообще zo'r o'ynab tashlagan. Ayniqsa yo ikkinchi yo uchinchi qismida psixolog bilan gapi bor. Uchinchi qismi psixolog. 2 maktab. U aktyorni bir vaqt o'zida bir soniyani ichida o'zgartirib yuborishi, kayfiyatini, nimalarini chiqarib berganligi juda zo'r chiqqanda. Переходный, mana hech bo'lmasa bitta serial ko'rishim kerak deydigan bo'lsangiz, komediya ko'rishni xohlasanglar, kinostudiyani ko'ringlar. 4 qism desiz batiga? 4 qism ko'rish kerak.
kinostudiya 10 qism, lekin 20 minutdan kichkina. Yo'q, dramatik serial ko'raman desanglar, Переходной возраст ko'ringlar, 4 qismdan iborat, har bitta seriyasi 50 minut, 1 soatlar atrofida. Bu ham ssenariysi zo'r, ham aktyorskiy zo'r, ham texnический juda ham zo'r olingan. Kстати, kinostudiyada ham bor mana shu narsa. Bitta planda olinishlar, endi to'liq emas-da, lekin ko'p joylari bitta planda olingan. Chota bu yil mana shu bir planda olish nima bo'ldi? Moda bo'ldi qaysidir ma'noda. Mana shu anaqa rejissyorskiy nima zadumkalar bo'yicha men bu yil ko'rgan seriallarda yana bir anaqa edi, Severance, разделение. U yerda men operatorskiy endi u xullas men ekran ko'ryapsiz, simmetriya juda ko'p-da. Ko'rayotgan anaqangizda juda ko'p simmetrichniy kadrlar bor. O'zi uni bu yil 2-sezoni chiqdi, yil boshida adashmasam. Endi meni hayratda qoldirgan seriallardan birida. U zadumkasi qanaqa? Siz deylik kompaniya bor, kompaniya ishchilari bor. Sizga shunaqa chip o'rnatishganki, siz ishga kelasiz. Ishga kirganingizdagi xotirangiz tashqarida yodingizda bo'lmaydi. Va tashqarida yurganingizda ishxonani eslamaysiz. То есть ikkita odam грубо говоря borda. Zadumkasi juda qiziq va plot twist nimalari ham juda bir xullas bir antiutopический yaxshi narsa qilishgan. Eng ajoyib tomoni, bu serialning rejissyori Ben Stiller, aktyor bor-ku. Komik aktyor. O'sha Ben Stiller shu serialni olgan. Men o'zim ko'rmadim, lekin ko'pchilik haqiqatdan maqtab zo'r serial dedi. Endi bir vaqt topib ko'rib qo'yishgan. Men o'z serial ko'rmayman, lekin Meduzada juda maqtab o'rishgan ekan. To'xta shu bir ko'raychi dedim-da. Ana ruschasiga одна из многих. Inglizchasiga pluribusmi? Pluribus. Boshlab qo'ydim-da endi ana boshida yoqmasa tashlab qo'yasiz. Juda yoqdi deb menga. Endi o'tdagi g'oya, ana qanaqadir bir umumiy ong, hamma butun nima insoniyatni zaharlaydi. Juda ham odam o'ziga yopishtirib qo'ydi. Bu serialning rejissyori va ssenariy muallifi, showrunneri anaqa Vince Gilligan. Vince Gilligan va Sityashki bilan Лучше звоните Солу'ni yaratgan inson. Breaking Bad'ni yaratgan inson. Shuning uchun bu yaxshi serial ligiga shubha qilmasa bo'ladi. Maza qildim. Keyin bitta qiziq fakt bor ekan, shu kinoni anaqasida, shu seriallar atrofida. Anaqani o'zi ham o'ynabdi. 4-qismida adashmasam. Albuquerque'ning merini o'zi ham o'ynabdi. O'zi Albuquerque, New Mexicolar juda qiziq anaqada. Masalan, men munosabatni kuzatsam, anaqa solishtirasiz-ku, parallel keladi-ku. O'sha anaqada, masalan, bular adashmasam birinchi bo'lib o'sha Breaking Bad'ni boshqa shtatda olishmoqchi bo'lishgan. Keyin bunday qarashganda u yoqda xuddi alohida davlatchalarga o'xshaydi-ku, soliq rejimi har xil boshqa narsa. Men to'g'risan veganroq bo'lar ekan, budjet jihatdan boshqadi. Bu yerga borishgan, olishgan, u bu bo'lganda keyin aytishyapti, masalan, o'sha Breaking Bad Albuquerque'ga $70 million olib kelgan degan bir hisob kitoblar bor ekanda o'zini. Endi masalan u yoqqa turistlar boradi, pizza otilgan xonadon, boshqa narsalarni ko'rishadi. Qiziq-ku. Masalan, Amerikaga borsangiz, borgingiz keladi. Bitta ayniqsa New Mexicoga yo'lishsiz, juda qiziq joy, boshqa narsa. Ya'ni yaqinda menda sal parallelroq narsa bo'ldi. Adashmasam, Inkuzartda ba'zi anaqalarni o'chirishni boshlashdi, ba'zi joylarda. Masalan, chizib ketgan narsalarni. To есть masalan, siz agar bitta joyi rahbar bo'lsangiz yoki bo'lmasa top menejmentda o'tirgan bo'lsangiz, sal munosabatni menimcha o'zgartirish kerak. Mana shunaqa nimalarga nisbatan, masalan, qayerda ko'rdim rasmini, siz Muhrimaga siz qo'ydingizmi yo boshqa joydanmi? Xullas, ya'ni Inkuzartni ba'zi kelgan turistlarga tur qilib ko'rsatadigan xizmatlar paydo bo'libdi-da. Ya'ni Banksimiz deb. Ya'ni mabda anaqa chizishga, o'chirishga, mana aslida bunaqa bo'lgan deb, ya'ni kichkina bir sanoat paydo bo'lishni boshlabdi-da bizda. Davlat uni uchun ishsa qilmagan. Asrab bersa bo'ldi. Yoqimli narsa edi, oddiy narsa teginmasligida, masalan, juda zo'r anaqa bo'lardi. Kim o'chiribdi endi masalan? Qanaqadir bir katta ehtimol buni qaysidir odam chiqib kraskalagan emas-da buni. Ya'ni kimgadir yoqmaslikka boshlagandan keyin ko'pincha bu narsa johillikdan bo'ladi. Ya'ni bundoq qaraydi, devor kimdir chizib ketibdi deydi. Devor qaysidir tashkilotniki, misol uchun. Va mana shuni aytmoqchiman-da. Anaqa qo'ylaring. Oqlavar. Yoki masalan, umumiy ko'chani fasadi bir xil ko'rinishga keltirilayotgan bo'ladi, ko'chaga chizib ketgan. Endi hamma sariq rangga bo'yalayotganda bitta joy qoldirib ketmaydi-yu. Amin kuzatib rasmiy deb. Endi johillik. Yo'q, qo'shib uni ham bo'yab yuboradi. Mana shu narsaga bitta narsa yodimga tushdi. 2 yil oldin Kosovoga borganimda. Kosovo parlamentini oldin o'tayotganda devorni ko'rganman. Devorga chizib tashlaganda, tushunasizmi? Parlamentni devoriga har xil narsalar, u hech kim teginmagan u narsaga.
bizda devorga yetib borishdan avval anaqadan Bizni panjaradan parlamentga kira olmaymiz, panjara bilan o'ralgan. Xullas, Nafaqat chizish. xullas shu serialda shunaqa epizodi bor ekan, 4-chi anaqasida merni o'zi chiqib o'ynabdi-da rol. Sam mermisan deganda anu ajablanib so'ragan anaqasi bo'lgan. Men ko'rmadim endi o'qishim bo'yicha shunaqa joy bor ekan. Ovozing uchun rahmat dedi-da. Saylaydi-ku dedi. Anaqada anaqasi bor ekan. butun ongi biladi-da, ya'ni butun o'tmishini ham biladi. Sal qaraganda spoiler bo'lyapti, lekin qiziq ya'ni hammani ongi ulangan bo'lsa, unda o'shani ko'rsatganda, ya'ni nima bo'ladi? Ya'ni qanaqa buni afzalliklari bor, qanaqa minuslari bor. Keyin joyi ham zo'r, o'chib qoladi, jahli chiqsa. Jahli chiqadi, baqirib tashlasa, ular hammasi titrab qolib o'chib qolishadi. Keyin kecha qancha odam o'ldi deydi. Mamichi minut. Keyin ana ongi zaharlanmagan bir dunyoda bir 10 tacha odam qolgan bo'ladi. Men kecha odam o'ldirish bo'yicha Stalindan keyingi eng yomon odam bo'ldim deydi. Qirilib ketgan, ya'ni millionlab odam qirilib ketadimi? ana hamma anaqaga tushib zamikani berib qo'yadi guruhga ko'ra. Masalan, kimdir masalan kranda ishlayotgan bo'lishi mumkin. Krandan pastga tushib ketgan, yo'lda avariya bo'lib ketgan, o'chib qolgan. Yo'lda ketayotgan bo'lsa masalan. Yo, ko'rish kerak, обязательно. Yaxshi. Endi biz hozir gaplashgancha boshqa bo'ldi. Masalan, vaqt jihatdan ancha gaplashib qo'ydik. Baribir bir yildagi narsalarni yig'a olmaymiz. Anaqa juda qiyin-da baribir yillik anaqa sarf hisob qilish. O'shaning uchun aytmoqchimanki, bitta fikr keldi menga, umumiy boyagi anaqalar haqida, qaysidir sohani yoritadigan kinolar haqida gapirilganda, seriallar haqida gapirilganda, bu yil haqiqatan sal ko'payganga o'xshab tuyuldi. Masalan, Scorsese haqida alohida bir dokumental chiqdi. Keyin siz aytgan serial chiqdi. Kino nima dedingiz? Kino studiya dedingiz. Serial chiqdi. Kim misol uchun F1 ham shunaqa narsa bor. Bitta sohani ochib beradigan. Keyin anaqa Paper degan gazeta degan serial chiqdi. Bu endi biz sohamizni sal ofisida. Bu ham baribir qanaqa qilmadi sohani anaqa ichini sal yoritishga mo'ljallangan bo'lsa kerak baribir. Ya'ni uni o'zi prosedural deydi unaqa narsalar. Eskidan bo'lgan, lekin ko'pincha yo militsiyalar haqida bo'lardi, yo doktorlar haqida bo'lardi. Masalan, anaqa ham Dr. House ham prosedural hisoblanadi yoki anu klinika shu anu хороший doktor nimalar. Вот. Hozir endi to'g'ri boshqa sohalar haqida ham shunaqa narsalar ko'p chiqyapti va bu albatta quvonarli hol. Yana bitta qo'shimcha qilishim kerak edi, esimdan chiqmasam. Men xursand bo'layotgan narsam bizani Markaziy Osiyoda endi horror yaxshi ko'raman-ku, o'zi shuncha kechiringlar, ko'p o'zi haqida gapiraman, bilaman o'zi. Просто endi yaxshi ko'raman shu janrni. Bizani Markaziy Osiyoda horror jonlanyapti. Bu yil masalan mana o'tgan yil dastur chiqdi. Qozog'iston kinosi. 24 dekabrda chiqdi va 25-yilda asosan odamlar ko'rishdi. O'zi dastur degan bir yaxshi ujuz chiqdi. Uni maza qilib ko'rdik. Yoki 23da chiqib 24da bo'luvdi. Xullas, mayli adashayotgan bo'lsam uzr. Endi qo'shni davlatlarda ham, masalan Qirg'izistonda bu yil Qizil Ko'ynak degan horror chiqdi. O'ch Mest degan ujuz chiqdi va Olov degan ujuz chiqdi. Hammasi Qirg'izistonda. Hammasi nima haqida? Shu bытовой насилие haqida. Ya'ni deyarli hammasida shu bitta kelinni xo'rlashgan bo'ladi va kelin keyin o'ch olishni boshlaydi. Maishiy zo'ravonlik ta'siri. Maishiy zo'ravonlik. Qayerdadir eri masalan qiynaydigan bo'ladi, qayerdadir shu qishloqdagilar boshqa qiladigan bo'ladi va shuni hisobida keyin ular o'zini nimasini o'chini oladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ko'z tegmasi mana qo'shnilarimiz qirg'izlar o'zimizni Markaziy Osiyoni DNKsiga to'g'ri keladigan horrorlar olishni boshlashyapti. Ya'ni hozir o'zimizchi biz amerikanskiy horror qiladigan bo'lsak, yarashmaydi-da. Lekin mana o'zimizdan kelib chiqib qoladigan bo'lsa, kontekstda bo'ladi. Chunki dastur ham xuddi shunaqa edi. Bir qizni o'g'irlab ketib zo'rlab uylanardi, keyin shuni oqibatida boshlanardi. Masalan, O'ch kinosida ham xuddi shunaqa. Qishloqda bir ayol bo'ladi, kelin uni qishloqdagilar 3-4 ta erkak ichib olib zo'rlashadi, uyga kelgandan keyin qaynonasi sen o'zing aybdorsan, nima bor edi? Bilib ko'rdim. Keyin shundan keyin bu narsa bo'ldi. Olovda ham
xuddi shunaqa Rasimonga o'xshatib, ya'ni bitta voqeaga 3 xil nigoh bilan yondashgan. Ya'ni bir uy yonib ketadi, keyin nimaga bu uy yonib ketdi deganda, hamma mani qo'shnim edi, o'zi men ko'rdim nima bo'lganini deydi. Bu o'zini pozitsiyasidan aytib beradi. Ya'ni bu yoqda bir qaynona yomon qilib ko'rsatiladi, keyin ikkinchi pozitsiyada yo bu kelin ichiga jin kirib qolgandi deb o'zi aytib beradi va uchinchi pozitsiyada hammasiga aybdor er o'zi abuser degan narsa kelib chiqadi. Juda ham qiziq. Keyin anaqa Qozog'istonlik ijodkorlar tomonidan Qaytadan degan bir film olindi. O'sha filmni ham ko'rdim. Yoqdi bu film ham menga. Bu anaqa Din surka sug'ur kuni degan o'zi premium bor-ku kinoda. Har kun bir kun qaytarilaveradigan. O'sha bir kun qaytariladigan g'oyaning ichida film qilishgan. Faqat butun voqea Qozog'istonda bitta ovulda bo'ladi. Bir yigit shu ovulni suv bosishini biladi. Damba yorilib suv keladigan bo'ladi va o'sha yerda haligi odamlarni "Voy, qochaylik" deb ishontirmoqchi. Har kuni uyg'otishga harakat qiladi. Har kuni uyg'otishga harakat qiladi, ha. Anaqalarni men tasvirga olish jarayonlarini ko'rdim, juda katta maketlar yasab, juda shov-shuv bo'ldi Qozog'istonda o'zida. Ha, to'g'ri, masalan, Gollivud bilan solishtiradigan bo'lsak, to'g'ri ancha past, chunki Gollivud oldinga o'tib ketgan. Lekin Markaziy Osiyoda mana shunaqa bu endi film katastrofa deyiladi. Mana shunaqa film katastrofaga bir urinish bo'layotgani ham bu katta narsa. Yaxshi, katta narsa. Shuning uchun qo'shnilarimiz baraka topishsin, yaxshi. O'zimizda ham sekin-sekin harakatlar bo'lyapti. O'zimizda ham bir do'stim mani bor, Sunnat Namozov ismi, kliplar oladi. Shu bir horror kino oldi. Hozir kinoni olib tugatdi. Ovozlashtirish, musiqa yozish, mana shunaqa ishlar bilan band. Keyingi yil xudo xolasa chiqadi degan umiddaman. Bir slasher bo'ldi-da, xullas bu. Ya'ni horror ham har xil turlari bor. Slasher bu anaqa yaxshi bolta bilan chopadigan kino. O'zbekistonning hozirgi kundalik anaqa syujet shunaqa-da o'zi. Xabarlarda kuzatsangiz. Mana shunaqa bir slasher film oldi. Endi niyat qilamiz senzura bilan muammolar bo'lmaydi degan umidda, chunki kinoni bu ujis ekan, bu palov ekan deb taxlaverish kerak emas-da. Kino har xil bo'ladi, har xil janrda bo'lishi mumkin. Bo'ldi 18+ markirovkasini qo'yaverish kerak. Chunki bizada o'zi umuman ujis yaxshi ko'radigan odamlar ko'p. Menda bir xillarda bo'ladi, biror bir ujis ko'raman deb kinoteatrga borsam, bilet qolmay qo'ygan bo'ladi. Keyin afishimizdan nima qilaman? Onlayn sotib olaman. O'zi bu yil o'zbek kinosi qanaqa bo'ldi? Masalan, men o'tgan yili juda ko'p anaqalar bo'ldi. 3 qahramon, o'tgan yillik kino ham adashmasam. O'tgan yili chiqdi 3 qahramon va Qodir Yalangtosh ham o'tgan yil chiqdi. O'tgan yil gaplashuvdik ularni. Yo, men davlat zakazlarini bilmadim, lekin bu yil xususiyda sal jonliroq bo'ldi. Sizning filmingiz bor, biz o'sha Sevgi farishtasi bo'ldi. Sevgi sharbati degan bir film oldim. Xudo xolasa yana bir film chiqadi, Farz degan 12-dekabrda premyera, bilmayman. Ko'ringlar. 12-dan oldin chiqadimi, keyin chiqadimi? Hammanglar обязательно kelinglar. Farz nomlangan bir film qildik. Yoqadi degan umiddaman. Bu o'zbek kino tarixida birinchi marta shu diniy mavzudagi film desak bo'ladi. Endi diniy mavzuda desam ham yolg'on bo'lib qoladi-da, chunki bu ko'proq baribir bugungi jamiyatimiz oqibat haqida-da, lekin mana bizda diniy mavzuda film bo'lsa, faqat shu terroristlar bir narsalar bo'lardi-ku. Dindorlar qora bo'lardi. Ha, shu ikki xil ko'rsatilardi. Yaxshi dindorlar ham ko'rsatilardi, lekin dinni niqob qilib olgan shu qanaqadir bir nima terroristlar boshqa narsalar haqida bo'lardi. Bu film unaqa emas. Bu film shu bir namozxon inson haqida, uni Xudo bilan bo'lgan munosabatlari, o'zini ichidagi, qalbidagi, atrofdagi odamlarni dinga bo'lgan munosabatlari, shu bir xil odamlar dinni niqob qilib terroristlik emas, shu mana shu riyo deydi-ku, ko'z qilib, o'zi aslida kibrga berilganligi, mana shunaqa mavzudagi, menimcha O'zbekiston kinosidagi birinchi film bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki buni o'ylab qarasam, bizda unaqa film afsuski bo'lmagan ekan. Shu film xudo xolasa ko'ringlar. Keyin boyagi film haqida ozgina gapirmoqchi edim, Sevgi sharbati haqida. Endi men ko'rdim, bu yoqda endi men o'zi ijodkorni filmni izohlashini sal anaqa tarafdor emasman, chunki tomoshabin balki boshqa narsa olishi mumkin, versiyalarni to'sib qo'yasiz-ku, bitta anaqa yaratib qo'ysangiz. Masalan, Sevgi sharbatini men ko'rdim, oilaviy, menga qanaqadir bir vaqt o'tkazish uchun, emotsiya uchun, yaxshi bir kechani yakuni uchun yaxshi film bo'ldi. Ko'ringlar, qiziq bo'ladi va Sarvar akaning uslublarini menimcha ko'proq ko'rsatib bergan. Ya'ni qiziqishlari,
masalan man Sarvar aka bilan kino haqida endi ancha ko'p gaplashyapman-ku oxirgi 1 yilda. Ya'ni bir Sarvar akani bir chizadiganroq kino bo'lganda, rejissyorlik anaqalarda shu narsalarga e'tibor berib o'tirdim. Qiziq bo'ladi agar ijodlari bilan tanish uchun ko'raman desanglar ham, birinchi film bo'lsa ham ko'ringlar, boshqacha bir yaxshi film bo'lgan, vaqtinglar menimcha ketganiga afsuslanmaysizlar, maza qilib ko'rasizlar. Yengil maza qilib o'tirib chuqur mavzu ma'nosiga ega. Katta kutilmani ham boshqa narsa emas, ya'ni maza qilib o'tirib kino ko'raman, kunimni yaxshi o'tkazaman. Film na вечер deydi-ku. Kech payt o'tirib film na вечер desanglar, qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlarda qo'shimchalar yo'qmi akalar? Qanaqadir boshida aytgan kino, lekin nimaga kinoni aytib bermoqchi edim sizlarga? Nimaga nomini keldim? Dite человеческое. Ha. Ko'rganman o kinoni. Bashar farzandi. Bitta kadrda olingan uni ham ko'p epizodlari. O'sha chiqqanida, Rojdestvo filmlari to'g'risida eslayman. Ya'ni Rojdestvoga to'g'rilab chiqargan ekan uni, lekin odamlar tushunmagan uni. Lekin mana hozir u kult nima deydi? Keyin qadrlanishi boshlanadi. Keyin hozir klassika hisoblanadi. Ya'ni hozirgi mana ekologik muammolar, ijtimoiy muammolar, migratsiya muammolari hammasi 2006-yilda 2006-yil odam uchun tushunarsiz bo'lgan. Hozir unaqa muammo yo'q-ku. Masalan, biz mana 2005-yilga Hojiboy kecha bunaqasini ko'ryapmiz. Noyabrda yomg'ir yog'madi degan gapi u yili oddiy, endi shunaqa yillar bo'lib turadi degan. Bu yil yomg'ir yog'madi, shuncha mana ekologik muammolar bo'lib ketdi. Suv kerak, unaqa deb boshqacha o'ylayapmiz-da. 2005-yilda bu oddiy holat, havo yaxshi, daraxtlar joyida. Lekin o'sha kino o'sha davrda tushunilmagan, lekin hozir mana endi klassika hisoblanadi. Juda ko'p parchalar keltiriladi, iqtiboslar keltiriladi. U texnik jihatdan nihoyat bir yuksak mahorat bilan olingan film. Alfonso Cuaron'ning filmi rejissyori, Uznik Aspakabanani ko'pchilik yaxshi ko'radi, Harry Potter aynan shu qana qismini olgan rejissyor. Gravitatsiyani ham olgan o'sha. Endi yangi yilga o'zi sal nimaroq, og'ir kino. Ya'ni hozirgi kontekstda yana ham og'irroq. Hozir ham yangi yilda qo'yib bersa ko'rmasdim men. Anaqa. Sal keyinroq ko'raman. Cuaronni sal anaqa qilib qo'ygan ekan, endi proval bo'lgan-ku prokatda. Polniy, razaqotda pul tikilgan unga PR-larga ham. Keyin Cuaron ancha vaqt tanaffus qilgan ekan-da shu bilan. Ancha gravitatsiyani olish. Keyin shu gravitatsiya bilan keyin yana o'ziga kelib, keyin Roma boshqa. Bu yil, kстати, adashmasam bu yil chiqdi, seriali chiqdi, Disclaimer degan serial. Совпадение не случайный deb ikki xil tarjimada. Bir 5-6 seriyalik ko'rib qo'yinglar, mabodo. Yaxshi serial bo'lgan shu. Kate Blanchett o'ynagan. Kate Blanchett o'ynagan, Sasha Baron Cohen o'ynagan. Juda ham yaxshi serial. Qiziq. Jiddiy drama. Sasha Baron Cohen. Lekin u anaqa o'ynagan, jiddiy o'ynagan. Komediya qilmagan. Lekin menga o'sha oxirgi ko'rgan kinoyim uni ishtirok etgan edi. Baratman. Chikagoli 7 avlod bor. U ham lekin o'sha yerda anaqa sudga hurmatsizlik qilganlar uchun har safar sudya bilan konflikt bo'laveradi, keyin qaysidir safar sudyaga o'xshab kiyib kelishadi. Sizga hurmat yuzasidan shunaqa kiyib keldi deydi. Zo'r kino. Men bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. O'tgan yili Interstellarni 10 yilligi munosabati bilan butun dunyoda IMAXda qaytadan qo'yildi va juda ham yoqimli yangilik. Bizda IMAX paydo bo'lib, biz ham va nihoyat ega bo'ldik shunaqa imkoniyatga va OpenGamer ham dunyo bo'yicha adashmasam IMAXda qayta qo'yishdi bir marta bu yil, lekin bizda nimagadir qo'yishmadi. Men aytmoqchi edimki, iloji bo'lsa shunaqa ayniqsa mana shu IMAX uchun ishlangan juda bir ahamiyati muhim bo'lgan kinolarni, Nolan boshqa rejissyorlarni shunaqa katta filmlarni bir marta qo'yib bersa, biz afsuski, ya'ni imkoniyatimiz bo'lmagan-ku IMAXda ko'rishga. Ko'ra olsak zo'r bo'lardi. Men qo'llab-quvvatlardim va iltimos qilardim agar shu kinoteatrni vakillaridan qanaqadir bir qiziqish bo'lsa agar yoki qanaqadir sanaga bog'langan nimalar bo'lsa, shu Interstellar bilan boshlangan an'ana davom etsa bizda ham. Chunki Interstellar 3 marta qayta qo'yildi-da. Menimcha orada shu bo'shliq bo'lishiga ham bog'liq bo'lsa kerak. Katta premyeralar yo'q joylarga qo'yilsa, boshqa bo'lsa, talab ham bor ekan-da. Men rosa xohlardim Kriminalniy chtivani kinoteatrda ko'rishga. Chunki ko'rmaganman-da, Kriminalniy chtiva 94-yilda chiqqan, qayerda ko'raman. Masalan, kinoteatrda o'zi ko'rardim. Qanaqadir kinoteatrda chist qo'yishsa, oldi mana Dom kino, muzey kino bo'lardi. Dom kino yonida. Dom kinoning oldi muzey kino bo'lardi. O'sha yerda eski kinolar qo'yilardi. Lekin hozir ko'rardik. Shunaqa harakatlar boshlangan, agar e'tibor bersangiz, qanaqadir men endi Rossiyada yurish boshlangandan keyin ko'pchilik keldi bu yoqqa. Ya'ni u yoqda o'zini bir tusovkasi bo'lgan ularning o'zi shunaqa harakatlar bo'lgan. Bu yerda nimadirlar boshlashyapti-da. Qanaqadir bir homiy topgani, bir qanaqadir bir kichkina joylarda, burchaklarda shunaqa kino burchaklari, kino anaqa
retrospektivalar bir narsalar qilishyapti. Keyin mana misol shu Chilonzorda kimdir o'zbek kinoni bir narsalarni asrab qolgan ekan. O'zbek kino nima? Dom kinoni proyektorlarini bir narsalarni asrab qolgan ekan. U ham bir qanaqadir hovlining ichida bir narsa ochibdi. Shu eski lentadagi hujjatli o'zbek filmlarini qo'yib bir narsalar qilib o'tgan. Ya'ni qanaqadir bir kino harakatli boshlangan. Ya'ni o'zimizda ham bir eski kinolarni ko'rish, boshqa qilish, kinoteatr katta ekranlarda qo'yish bo'yicha endi paydo bo'lyapti. Nima? Boya aytdingiz-ku, o'sha o'tgan yil dekabrda boshlangan Interstellar qo'yish. Keyin biz o'g'lim bilan 5-fevralda tushgan ekanmiz, boya qaraganimda. 3 marta qo'yildi-da, adashmasam. O'g'lim mana o'shanda zerikmagandek. Mana kecha Zveropolisda o'tirdi, oxirigacha o'tirgan o'sha 3 soat kinoda o'tirgan bola. Zveropolis. Balki o'tib ketib qolgandir dedi, bilmadim. IMAXda berganda tushdim, lekin Interstellarga katta ekranda ko'rdim baribir. Boshqa ko'rish kerak edi uni. Men 3 marta qo'yilganda 3 martada ham tushdim. O'zi shunaqa kinoda, qanaqadir qayta ko'ra oladigan kino edi-da, boshqacha. U bo'yicha endi alohida podkast qilish kerak. Xudo xohlasa. Hozir gapiradigan gaplar ko'p. Interstellar haqida ertalabgacha gaplashamiz. Endi men o'zi bu yil kino ko'rmadim. O'sha boya aytganingiz Zveropolis ko'rdim. Zveropolisni kecha ko'rib keldik. Orada Moxi degan Belgiyaning bitta film bor edi. Qo'yganda shu vaqtimiz bo'lganda o'shanga tusha oldik. Mushucha to'g'risida. Mushucha Fransiyada qolib ketib qoladi, keyin Belgiyaga yo'l topib kelish to'g'risida. Keyin ko'proq shu Interstellar yil, menimcha o'zi yilni qanaqa boshlasangiz, qanaqa filmni ko'rish bilan boshlasangiz, menimcha yil shunaqa davom etsa kerak. Men Interstellar ko'rdim, eski kinoni qayta ko'rdim va shu bilan eski bu filmlar, kinolar qayta ko'rishga o'tib ketdi. Moana bor orasida, tepaga borib, verx shunaqa. Lekin men ko'p treyler ko'rdim. Masalan, hozir kecha mana Zveropolis prosmotrdan oldin anaqa nimani Avatar treylerini qo'ydi. Endi men to'g'ri ko'rim kelyapti shuni. Juda ham ko'rim kelyapti. Ya'ni suv dunyosi ham qo'shilgan, boshqacha. Men juda dahshat. Endi bilmadim, treylerdan kutilmam, dahshat endi. 26-yilda unaqa qiziqarli nimalar ko'p, ha? 26-yilda ham bo'ladi, xudo xolisa premyeralar. Endi Mstители bor, Spider-Man, Nolan qaytadi. anaqa Nolan bo'ladi, qayta jonlanyapti, DC anaqaga o'tdi-ku. Yangi rukovodstvoga o'tdi-yu hisob. Superman masalan oldingilariga nisbatan ancha yaxshi bo'lgan James Gunn qo'liga o'tdi. James Gunn endi yurg'izyapti. Baribir perezapus qiladigan bo'lyapti. Ya'ni hamma qahramonlarni boshqatdan bo'ladi. O'sha Batman ham boshqa bo'ladi, Chuda Jenshinasi ham, Flash ham boshqasi ham. Endi niyat qilamiz, yaxshi bo'ladi. Menga Superman yomon emas. Han ko'rdim Superman, yoqdi menga. Keyin podkastimiz chiqquncha nima ham chiqib bo'ladi? Detektiv janridagi anaqa Dastat Najin 3-части chiqyapti. Endi ular har bitta часть Dastat Najin emas, boshqacha bo'lishi kerak degan nima ham bor, lekin shu 12-dekabrdami, keyin u ham уже ko'rish, уже kinoteatrlarda bor g'arbda. Yo'q, Netflixda chiqadi u. Netflixda bo'ladi, ha, sira. U ham men, например, juda kutyapman o'shani, yangi qismini. Juda kutyapman. Uni nimada bugun aytdim. Kino tavsiyada aytdim uni. Bugun yozilgan. O'zi umuman kino haqidagi katta premyeralar, boshqa narsalar, kinoteatrda qaysi kinoni tanlaymiz degan savollarga javob topish uchun ham Gazeta.uz'ni Sarvar Karimov bilan tayyorlayotgan kino tavsiya loyihasini kuzatib boringlar. Juda ko'p kino olami haqidagi qiziqarli bilimlar, yangi bir qarashlarni topa olasizlar degan umiddamiz. Umuman olganda, menimcha podkastni sekin yakunlasak bo'ladi. Men bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. 2025-yil Gazeta uchun kino masalasida yana bitta bir boshqacha yil bo'ldi. Biz Ko'rinmas medal degan redaksion hujjatli filmimizni ilk bora oldik va o'ylaymizki, ko'pchilikka yoqdi bu film. Reytinglarda, natijalarga qaraganda ancha yaxshi qabul qilindi va Kinopolikda 8-chi va 1000 ta odam ovoz bergan. Ko'ringlar va fikr bildiringlar film haqida, chunki birinchi ishimiz juda ham muhim, qayta aloqa biz uchun tomoshabinlarning reaksiyasi, shuni tavsiya qilgan bo'lardik va bizni tomosha qilganinglar uchun rahmat. Keyingi katta premyeralar haqida biz albatta Sarvar aka bilan kino tavsiyani yangi sonlarida gaplashamiz va kino haqida yil davomida to'xtab qolmaymiz gaplashishdan. Yaxshi bir an'ana bo'lib, har yil mana shunaqa bir sarhisob qilib tursak, nasib qilsa. Fayzimiz yo'q olmasin. Hammaga omad, sihat salomatlik, yangi yil yaxshi qilinglar. Katta rahmat. Yangi baxtlar olib kelsin. Haqiqatdan yangi yil haqida tilak bildirib qo'ysa yaxshi ekan, chunki yangi yilga yaqin chiqarmoqchimiz bu sonni. Hamma uchun yaxshi, chiroyli, fayzli, barakali yil bo'lsin. Sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yog'ingarchilik ko'p bo'lsin. Gaplashadigan mavzularimiz shunaqa kino, yoqimli bo'lgan, yaxshi narsalar bo'lsin. Eng katta muammoimiz
Leonardo Di Caprioni Oskari yo'q bo'lgan zamonlarga qaytishni istayman deydi-yu. Faqat katta rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat hammaga. Keyingi yil anaqa Jahon chempionati kino bor. chiqarganda endi. Yo'q, Villeneuve emas, bittasi Nolan'niki, Odyssey Nolan'niki. Ha, Odyssey. Odyssey 26 mi 27 mi? 26